kechirasiz bitta qo'yni ham topshirib bo'lmaydi. Qanaqa inson topshirsa bo'ladi degan mazmunda ota-onalikdan mahrum qilyapti ya'ni. Lekin bola boshqa to'g'ri qolib topsa. Otasi uni bola nechinchi sinfda o'qishini ham ba'zan bilmaydi. Qaysi maktabga borishini ham bilmaydi. Bu yerda demak sabablar gung bo'lgan joyimiz. Chunki aks holda bunda tarixni qarasangiz, tarixda buyuk zotlar o'tgan, ba'zi farzandlar noqobil chiqqan. Ya'ni butun gapirish kerak. Chunki bola sendan o'rganmoqsan, boladan o'rganishing kerak emas. Sen men chizib bergan chiziqdan borasan va shu hayot yo'lida yashaysan deydi. Payg'ambarimiz alayhisolamga bo'lgan itoatning ham chegarasi bor. Xullas ota-ona qanday o'rgatadi bunga pul topishni? Yo, endi o'zi hozir mana farzand omonatmi, mulkmi? nega 25 yosh? Chunki 25 yoshgacha mana degan aql espasam tajribalardan kelib chiqib ko'z ochilishi kerak. Assalomu alaykum qadrdonlar. Yana Gurung bilan xonadoningiz mehmonimiz. O'ylaymizki, bizning nazdimizda har bir ota-ona farzandini solih qilib tarbiyalash, olim qilib yetishtirish uchun sa'y-harakat qiladi. Balki hamma ham maqsadiga erisha olmas, lekin bu yo'lda albatta jiddiy jahd qiladi. O'sha harakatlarining samarasi orqasida albatta farzandidan nimadir yaxshilikni kutadi, umid qiladi. Balki bu fikrlarni biz o'zimiz tarafimizda aytayotgandirmiz, sizda boshqacha fikrlar bo'lishi mumkin. Bugun esa o'ylaymizki, mana shu farzandlarni solih qilib tarbiyalash va olim qilib yetishtirishda nimalarga ahamiyat berish kerak, to'g'ri yo'l qanday? Mana shu savollarga ham javob topish niyatimiz bor va bu savollarga javob topish uchun mehmon sifatida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining shogirdi ustozimiz Mansur Ali Toji Muhammadni taklif etgan edik. Domla xush ko'rdik. Alaykum assalom. Avvalo rahmat taklifga rozi bo'lib kelganingizga. Yorqin aka bilan maslahatlashib yurgan paytlarimizda ba'zi bir og'riqli nuqtalar chiqqan. Umuman o'sha olim farzandni tarbiyalashda nimalar kerak, o'zi nima qilishimiz kerak degan savollarga o'sha javobni topishda ko'p versiyalar bo'ldi-yu, lekin ustozlardan javob olishimiz kerak degan fikrlar bo'ldi. Buni orasida boshqa mavzular chiqdi. O'sha endi og'riqli nuqtalarni xudo xolasa bugun Yorqin akam bilan sizdan so'ramoqchimiz. Xudo xolasa boshlayveramiz inshaalloh. Domla, mana shu farzand tarbiyasi o'zi umumiy ota-ona uchun eng murakkab bir jarayon. Tarbiyalashda qiynaladi, lekin ana farzandga gohida o'zida yo'q bo'lmagan xislatlarni ham topishga harakat qiladi. Endi ota-ona o'laroq, orzu o'laroq shu jihatda o'zi ota-onada nima bo'lishi kerak? Farzand masalan o'zi solihlik, itoatlilik bilan bog'liqmi? Masalan, hozir qobil farzand deganda odamlar itoatli, hamma narsada itoat qiladigan farzandni tushunadi. Yuvosh bolani solih deb o'ylashadi. O'zi umumiy odamlarning qarashida. O'zi qobil farzandni o'zi qanaqa bu farzand bo'ladi? Qobil farzand, ya'ni shu nuqtai nazarlarga to'xtasangiz. Avvalo assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu Gurung podkastiga taklif qilganingiz uchun rahmat. Alloh qodir qilgancha ba'zi bir mulohazalarni hayotdan olgan tajribamiz, ko'rgan bilganlarimiz, eshitganlarimiz, o'qiganlarimizdan ba'zi bir xulosalarni inshaalloh foydali bo'lib qolar degan umidda ulashishga harakat qilamiz. Ya'ni siz bergan savolga javob berishdan oldin men bitta ba'zi mulohazalarni aytmoqchiman, chunki bu xudo xohlasa biz birgalikda suhbat qurmoqchi bo'lgan mavzuga muqaddima yoki deboja desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni inson bu dunyoga nima uchun kelgan aslida? Insonlarning kasbi kori ko'p. Bog' yaratgan, gul yaratgan bog'bon deyiladi. Ekin-tikin o'stirib, xalqqa manfaat yetkazgan dehqon deyiladi. Ammo inson yetishtirgan xalifa-i rahmon deyiladi. Ya'ni inson yetishtirish kerak birinchi navbatda. Insonni yetishtirgan narsalaridan, ya'ni amalidan, ya'ni umumiy Qur'on ta'biri bilan aytganda, insonning qiladigan amallar orasida eng buyugi, insonning ortidan qoldiradigan eng porloq xotirasi yoki izi, asari bu solih farzand hisoblanadi. Yaxshi farzand hisoblanadi. Ya'ni yaxshi farzand, endi bu ta'bir kengroq. Mayli xalq ta'biri bilan solih farzand deb qo'ya qolaylik. Solih farzand yetishtirish hisoblanadi. Shuning uchun ham bola tarbiyasi bilan shug'ullanish, farzand tarbiyasi bilan shug'ullanish har qanday aqli raso insonning tashvishi, birinchi darajali, birinchi birlamchi vazifasi hisoblangan. Ana shu nuqtai nazarda men o'ylayman bu Gurung xudo xohlasa foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir siz ishora qilib o'tgandek, o'zi erisha olmagan marralarni farzandida ko'rishni, farzandi o'shanga erishishini, farzandida ko'rishini ota-ona xohlaydi. Har qanday
tabiati buzilmagan, tabiat sog'lom bo'lgan otani xohlaydi. Chunki nima uchun bunga urg'u beryapmiz? Chunki ba'zi ota-onalar ota-onalikka dog' bo'ladi. Ular endi istisno, ular mustasno kimsalar ular. Shuning uchun g'arbda e'tibor bersangiz, g'arbda ota-onani ota-onalik huquqidan mahrum qilyapti. Ko'pincha hatto ma'lasa, afsuski bizga ham kirib kelyapti. Shunga loyiq bo'lgan insonlar chiqayotganligi uchun. Lekin bugun mavzuga ham to'xtalib o'tasiz. Ya'ni ota-ona nomiga dog' bo'lgan ota-onalar. Chunki endi hozir ota-ona deyam, lekin ota-onalikka ba'zan dog' bo'lgan insonlar bor. Zotan inson ota-ona bo'lish ular uchun sharaf, ota-ona bo'lish hammani ham qo'ldan kelmaydigan narsa, bu orzu, lekin afsuski ba'zi ota-onalarni o'sha kerakli idoralar yoki jamiyat o'zi buni ota-onalikdan mahrum qilmasa bo'lmaydi, chunki bu bolani hayotini barbod qiladi, ya'ni bunga kechirasiz bitta qo'yni ham topshirib bo'lmaydi. Qanaqa inson topshirsa bo'ladi degan mazmunda ota-onalikdan mahrum qilyapti, ya'ni. Chunki u sog'lom tabiat buzilgan inson. Sog'lom tabiatli inson aslida ota-onalik mehrini berishga targ'ib kerak emas. Mehrini shundoq ham beradi, ota-ona demoqchiman. Shuning uchun ham masalan muqaddas kitobimizda yoki bizning xalqimizning mentalitetida, ta'limotida ham ota-onaga bolang yaxshilik qil degan buyruq ko'p takrorlanmaydi. Chunki inson tabiatda bor narsa bu. Bolasiga yaxshilikni ravo ko'rish, bolasini o'zidan ko'ra yaxshiroq bo'lishini istash, bolasining baxti uchun o'zining shaxsiy baxtidan voz kechish bizning xalqimizning mentalitetida bor. Hatto turmush tarzini qarasangiz eskitdan, ya'ni hozirgi ancha o'zgarib ketdi. Ilgaridan masalan oilalar ko'pincha buzilib ketadigan darajaga kelgan paytda ham er-xotin o'rtasidagi munosabatlar bolasining baxti uchun chidagan, sabr qilgan. Men baxtsiz bo'lsam bo'ldim, men bo'ladigani bo'ldi, lekin bolam baxtsiz bo'lmasin, bolam otasiz bo'lmasin, bolam onasiz bo'lmasin degan ma'noda bolasi uchun shaxsiy baxtini fido qilgan, ya'ni qurbon qilgan. Bu bizning milliy mentalitetimizda ham bo'ladi, sof insoniylik tabiatimizda ham bo'ladi yoki dinimizning ta'limotida ham bo'ladi aslida. Shu ma'noda demak, farzand uchun jon kuydirish bu inson tabiatida bor narsa, inson fitratida bor narsa. Bu haqida menimcha ko'p gap kerak emas, lekin hozirgi aytgan savolingizga ko'ra, ya'ni bolani qachon qobil bo'ladi? Bu qobil bo'ladi degani aslida bu men shu so'z bahonasida bitta narsani aytmoqchiman. Anchadan buyon o'ylantirib yurgan bir narsa, meni fikr. Bu ham bo'lsa biz diniy terminlarimizni va milliy terminlarimizni, ya'ni milliy lug'atimizdagi, ya'ni o'zbekona bo'lgan lug'atlarimizni va diniy terminlarimizni bugungi kunda biz boshqatdan hejjalab o'rganishimiz kerak. Farqlashimiz kerakmi? Chunki asl mohiyatdan uzoqlashib ketdi ko'p so'zlar. Masalan, oddiygina mo'min so'zi ham, mo'min degani bizda ko'pincha yuvosh degan odam ma'nosida tushuniladigan bo'lib qoldi. Falonchi mo'min qobil odam deydi. Lekin bugun siz aksariyat odamlardan borib mana shu mo'min qobil deganda siz nimani tushunasiz desangiz, ular aytadiki, bu yuvosh, nima desang xo'p deyveradigan, o'zini shaxsiy fikri yo'q, shaxsiy mulohazasi yo'q, shaxsiyat shakllanmagan odam degani, vatanni tortib olsang ham xo'p deb ketaveradigan, qo'y og'zidan cho'p olmaydigan degan ta'rifni bera boshlaydi. Va holbuki bu mo'min degani bunaqa emas. Ya'ni bu termin qayerdan kirib kelgan, bizning xalqimizga qayerdan kirib kelgan? Bu dinimiz orqali kirib kelgan. Demakki, o'sha terminni kirib kelgan asl manbasiga qaytarish kerak bu narsani. Qur'on va sunnatda nima deyiladi mo'minga? Nima deb ta'rif beriladi? Xuddi shu kabi qobil masalasi. Qobil masalasi ham bu arab tilida qobiliyat kalimasi, qobil kalimasi, qabul qiluvchi degan ma'noda olingan. Bu degani illo hamma narsani qabul qiluvchi degani emas bu. Bu istar-istamaz zakovat bilan birga kelish kerak aslida. Filtrlab qabul qiladigan bo'lish kerak. Ya'ni to'g'risini qabul qiladigan bo'lish kerak. Noto'g'risini qabul qilmaslik kerak. Ana o'shanda biz aytgan qobil, ya'ni qobiliyatli farzand, ya'ni qabul qiluvchi, ya'ni bergan narsangizni, ya'ni qo'pol qilib aytganda sepgan urug'ingizni isrof qilmaydigan yerga o'xshaydi. Qabul qiluvchi bo'ladi. Ya'ni siz qilgan mehnatingizni hosilini olasiz. Ya'ni u qabul qiladi. Masalan, ba'zi joy yerlar bor, suvni qabul qilmaydi. Hadis sharifda keladi, yerlar 3 xil bo'ladi deganlar payg'ambar alayhisalom. Ba'zi bir yerlar o'ziga qabul qiladi yomg'ir suvini, undan ya'ni o't o'lan o'stirib chiqadi, foydali bo'ladi. Ba'zi joylar qabul qilmasa ham eng kamida to'plab beradi, zaxira qilib beradi. Bular xuddi hofizasi, ya'ni zehni zo'r odamlarga o'xshataman bularni. Ularda shaxsiy mulohaza yo'q, lekin xotira zo'r. Masalan, xotira zo'r, lekin keyingi avlodga eng kamida xuddi hard disk kabi, xotira karta kabi yetkazib beradi ular vazifasi eng kamida. Ammo ba'zilar bor, suvni ham to'plamaydi o'zida.
o'zi ham foydalanmaydi, boshqalarga ham yetkazib bermaydi. Bular befoyda insonlar. Ya'ni qobiliyat mana shu ma'noda aslida. Ya'ni inson o'sha yoki sizni qilgan mehnatingizni qabul qilib, uni mevasini bera oladigan degan aslida qobiliyat. Endi bola qobiliyatli bo'lishi boshqa masala. Lekin bolani bizni o'zbekona ta'birdagi qobil inson bo'lishi, ya'ni solih ma'nosi, u boshqa masala. Uning uchun oldin siz berayotgan narsangizga bog'lashingiz kerak. Siz berayotgan narsangiz o'zi noto'g'ri bo'lsa, u sizga ertaga noto'g'ri narsani qaytarib bersa, u qobil bo'lishi mumkin. Lekin u haqiqiy ma'noda to'g'ri, solih farzand emas u. Ya'ni yaxshi, sog'lom nasl hisoblanmaydi. Shuning uchun oldin bu ko'p narsaga bog'liq, ko'p omillarga bog'liq deb o'ylayman. To'g'ri, hammamizning dardimiz shu. Ya'ni aksariyatimiz deylik, yana boyaga xatoga yo'l qo'ymaylik, chunki absolyutlik yo'q bu dunyoda deyarli. Aksariyat insonlar farzandini yaxshi bo'lishini, risoladagidek bir farzand, inson bo'lishini, ko'proq aytganda Hazrat Odamning farzandi bo'lishini, ya'ni xohlaymiz, ya'ni. Eskitdan xalqimiz, dono xalqimiz bejiz aytmagan, har bir maqol tagida juda ham katta bir ma'nolar bor. Otangning bolasi bo'lma, lekin odamning bolasi bo'l degan gapni aytgan. Chunki har qanday ota ham, demak, bolasiga to'g'ri narsa bermasligi mumkin. Shuning uchun farzandlarga mani bolam bo'lsang bo'l yoki bo'lma, lekin odamning bolasi bo'l deyish kerak. Xalq buni shu ma'noda aytgan, ya'ni otangning bolasi bo'lmasang bo'lma, lekin odamning bolasi bo'lgin. Ya'ni Odam alayhisalom kabi bo'lgan, ya'ni otang, ajdoding haqiqiy. Chunki u zotni to'g'ri yo'lda ekanligi kafolatlangan. U boshqacha qilib aytganda kontroldan o'tgan hayotlari, ammo siz bilan bizniki juda ham ideal emas. Shuning uchun bola tarbiyasida ba'zan aytadiki, bolangiz siz aytgan gapni 100% qilmas, ya'ni hamma gapingizni ham qabul qilavermasa, illa uni zo'rlamang. Chunki balkim siz zo'rlayotgan narsa o'zi xatodir balkim. Balkim sizni qarichingiz o'zi noto'g'ridir. Hop, bola boshqa zamonning bolasi. Ha, yo'q. U keyingi masala u. Keyingi masala. Hattoki bitta zamonda yashagan taqdiringizda ham siz masalan bolangizni aynan sizni tipingiz bo'lishini, sizni qolipingizdan chiqishini, sizni kopiyingiz bo'lishini talab qilavermang boladan hamma masalani. Ya'ni chunki sizni qolipingiz o'zi noto'g'ri bo'lishi mumkin, ya'ni sizni turmush tarzingiz o'zi xato bo'lishi mumkin, sizni tushunchangiz noto'g'ri bo'lishi mumkin. To'g'ri qolip bo'lsa-chi domla? Masalan, to'g'ri qolipdan to'g'ri anaqani talab qilsa-yu, lekin bola boshqa to'g'ri qolip topsa. U boshqa masala. Lekin eng kamida bolani o'sha to'g'ri qolipni qidirishga intilishi o'zi bitta aslida tahsinga sazovor narsa. Bolani bu zakovati bu. Bolaning zakovati. Bola ko'rmurid emas. Demak, bola tahlil qilyapti, ya'ni. Demak, muqoyisa qilyapti, solishtiryapti siz gapingizni ham. U boshqa masala. Lekin men demoqchi bo'lgan narsa, masalan, bugun hayotda shunaqa otalarni ko'rasizki, otalik da'vosini juda ham qattiq talab qiladi bolasidan, lekin bundoq o'zi oldingi qismini, orqasini qarasangiz, hayotini orqa qismini qarasangiz, o'zi ota deyishga loyiq ish qilganmi degan savolni berasiz. Masalan, ko'pincha kelinlar rosa yoshligida qaynonani kuydirib keyin o'zi qaynona bo'lganda biz boplardek, biz xizmatidan chiqmasdik deydi-ku, shunga o'xshagan. O'zim bundoq aytmaydi o'tmishini, ya'ni. Oldin bu yo'qni o'ylab qarash kerak-da. Shuning uchun demoqchimanki, ya'ni mutlaq absolyut haqiqat bo'lgan, absolyut to'g'ri bo'lgan narsalar boshqa. Lekin aksariyat insonlarni bizni turmush tarzimiz yoki tushunchamiz absolyutligini ifodalay olmaydi. Bizniki nisbiy haqiqat bo'lishi mumkin. Absolyut haqiqat bo'lmasligi mumkin. Bu ma'noda aytmoqchiman men, ya'ni. Bolani illoki masalan men bilan bir xil bo'lasan, bu noto'g'ri. Bu ko'p narsaga bog'liq narsa. Endi boshida men aytib qo'yadi, aslida birinchi navbatda siz bilan biz musulmon bo'lganligimizni aytamiz, biz Xudoga ishonganimiz uchun, Allohga ishonganimizni aytamizki, birinchi har holokorda, har qachon, har qanday masalada tavfiq Allohdan. Birinchi navbatda. Ya'ni bu musulmon kishining e'tiqodi, bu dogma, ya'ni islomiy dogma, e'tiqod, ya'ni bundan voz kechgan odam, buni e'tirof qilmagan odam, u shaxsan musulmon hisoblanmaydi. Shundoq ekan, ya'ni bu degan, ya'ni inson aqida, bu insonning dunyo qarashi bu, mafkurasi bu, g'oyasi bu, ya'ni bizning ideologiyamiz bu, ya'ni. Biz dunyoni shu ko'z bilan ko'ramiz. Biz hayotda bo'layotgan voqealarni shu ko'z bilan ko'ramiz. Shu qarish bilan o'lchaymiz. Ana o'shanda bu ideologiya bo'ladi. Aks holda ideologiya emas masalan. Biz har qanday munosabatni bu durbin bilan, bu ko'zoynak bilan ko'rishimiz kerak. Shundoq ekan, bahsimiz qaysi nuqtaga borib yetadi? Bu demak suhbatimiz oxir xulosasi nima bilan tugashidan qat'iy nazar, boshida menimcha hammamiz ittifoqqa keladigan nuqta, hammamiz kelishadigan nuqta menimcha, ya'ni musulmon bo'lganimiz uchun aytyapman, bu Allohning tavfiqi birinchi o'rinda turadi. Xudoning tavfiqi birinchi o'rinda turadi. Zotan buyuk zotlar ham e'tibor bersangiz, buyuk zotlar
bir ishni boshlashdan oldin birinchi duo qilgan. Duoni ko'plab hikmatlari bor. Ulardan bittasi hamma narsa meni qo'limda emas, ya'ni. Men ojizman, men buni eplolmayman. Oldimga qo'ygan maqsadimni o'zim uddasidan chiqa olmayman. Sen yordam ber, sen imkonlarini ber degan bir iltijo bu aslida. Lekin bu sabablarni qo'yuvchi zotga iltijo, lekin ayni vaqtda sabablarga beparvo bo'lgan bular bo'lmagan. Ya'ni muammo zoti bizda ko'pincha shunaqa. Odamlar ikkita qutbda joylashib qo'yamiz. O'rtasida kammiz, ya'ni Ka'bada birlashgan joyimiz kam, ekvatorda. Bir qism odamlar, ya'ni Xudoga ishonmaganlik uchun hamma narsani sabablarga bog'laydi. Hamma narsani sabablarga bog'laydi. Faqat sabablarga ergashib qolgan. Sabablarni qo'pol qilayotgan, Xudo darajasiga ko'targan. Ya'ni masalan biz musulmon aytamizki, Xudo xohlagani bo'ladi. Ular aytadi, sababni men xohlasa shu bo'ladi. Ya'ni sababgina gapiradi deb o'ylaydi. Lekin holbuki voqelik insoniyat tarixida, bugun siz emas, men emas, butun insoniyat tarixini bundoq varaqlab chiqsangiz ko'rasizki, har qachon ham sabablarni so'zi bo'lavermagan. Sabablar soqov bo'lib qolgan paytlar bo'lgan. Masalan, o'tni yoqmasligi. Yo'q, qanaqa emas, sabab qanaqa soqov bo'lib qoladi. Sabablar siz, ya'ni bir narsani yuzaga kelish uchun siz hamma sabablarga rioya qildim deya olmaysiz, iddao qila olmaysiz. Siz kutilmagan sabablar chiqib qolishi mumkin. Kutilmagan sabablar qarshingizga chiqib qolishi mumkin. Siz yana ojizligingizni izhor qilib qo'lingizni ko'tarasiz. Ammo ba'zi insonlar bor, masalan, shaharda ota-onalar ko'pincha bolasi uchun mana masalan hozir hamma chora-tadbir ko'radi. Bolasini o'qitish uchun qo'shimcha kurslarga yuboradi, ancha-muncha xarajat qiladi. Lekin bir bola dehqonni bolasi yo cho'ponni bolasi qishloqda, otasi uni bolasi nechinchi sinfda o'qishini ham ba'zan bilmaydi. Qaysi maktabga borishini ham bilmaydi. Yani qo'shimcha dars olish yo'q tursin. Unga qo'shimcha xarajat qilish u xayolda ham yo'q hattoki. Zotan imkoniyati ham yo'q deylik, to'g'rirog'i, endi ota-onalarga bu haqorat bo'lmasa, imkoniyati yo'q. Lekin bir qaraysiz, undan zo'r qobiliyatli inson chiqadi. Bu yerda demak sabablar gung bo'lgan joyimiz. Ya'ni sabablar, ya'ni sabablar har qachon ham sabablarga illo Xudo sifatida ko'rmaslik kerak. Lekin ayni vaqtda sabablarga ham rioya qilish kerak. Sabablarni ham ushlash kerak, chunki bu dunyo sabablar dunyosi. Chunki banda sabablarni ushlashga buyurilgan, natijani kutishga buyurilmagan. Shunga ko'ra, ya'ni Ibrohim alayhisalom duo qilganlar, ya'ni masalan, Xudo Parvardigor, mendan avlodlarimdan solih zurriyot chiqadi deganlar, lekin shu duo bilan to'xtab qolinganmi? Yo'q. E'tibor bersangiz, o'g'illari Ibrohim alayhisalom haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, va kana ya'muru ahlihi bis-solati. U ahli namozga buyurardi, zakotga buyurardi deb. Demak, duo qilib o'tiravermagan, demak, shu bolasini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Ya'ni bolasini ustida o'tirgan, amr qilgan, buyurgan nimalarni qaytargan deyapti Alloh taolo. Demak, sabablarga ushlash kerak bo'ladi. Bu muvozanatni saqlamagan odam xato ketadi. Ikkita muvozanat shu. Endi ikkinchi bir qutbda ba'zi odamlar bor, o'zini Xudo joy deb hisoblaymiz. Ular umuman sababga ushlamaydi. Xudo bor u deydi, bandan kerak bo'lsa boqib ol deydi, qo'pol qilib aytganda. Xudo deydi, sen aytganing bo'ladi baribir deydi. Men nima qilay deydi, yotaveradi. Lekin sabablar olamini hisobga olmaydi. Bu ham xato. Yana ikkalasini qanday qilib jamlaymiz? Sabablar Xudo emas, lekin sabablarga ko'ra Xudo bizni qiyomatda hisob-kitob qiladi. Ya'ni sabab degan imkoniyat berdimi, o'sha imkoniyat doirasida Xudo taolo bizni hisob-kitob qiladi qiyomatda. Natija qarab emas, berilgan imkoniyatga qarab Alloh bizni hisob-kitob qiladi. Shuning uchun ham biz farzand masalasida, bola tarbiyasi masalasida ham, boshqa masalada ham bir ishni qilayotgan paytda biz Xudo bergan imkoniyatning mas'uliyati o'laroq harakat qilamiz. Yetib borgan joyimizgacha, kuchimiz yetgan joygacha, toqatimiz yetgan joygacha, undan yo natija biz uchun ahamiyatli emas. Ya'ni farzandni kim olib yetishishi bu masalada ham xuddi shunday. Chunki aks holda bunda tarixni qarasangiz, tarixda buyuk zotlar o'tgan, ba'zi farzandlar noqobil chiqqan. Men ular nomini aytmoqchi emasman, lekin bor, fakt bor. Sababini qilgan. Albatta qilgan, Allohu a'lam. Lekin endi kecha men bir fikr keldi, ba'zan buyuk zotlarning ham farzandlari noqobil chiqishi mumkin. Menimcha, o'zimning shaxsiy mulohazam bitta-ikkita omillar bo'lishi mumkin bunda ham baribir. Qaysi omil? Bitta omil, birinchi omil deb gapiraylik. Birinchi omil inson eshitganidan ko'ra ko'proq ko'rganidan ta'sirlanadi. Xalq ta'biri bilan aytganda, 1000 ta eshitgandan bitta ko'rgan yaxshi. Ana shuning uchun ham insonlar, men doim aytaman, masalan Abdulla Qodiriy asarini, masalan o'tgan kunlar asarini mana ko'p gurung qilinyapti, boshqa qilinyapti. Xo'p, o'tgan kunlari kitobini nechta odam o'qigan, filmini nechta odam ko'rgan? Tabiiyki filmini ko'rgan odam ko'p.
Chunki inson uchun ko'rish osonroq va ta'sirchanroq. O'qishga ko'pchilikning toqati yo'q yoki bo'lmasa unga saviya yo'q. Kitobdagi mazmunni tushunishga saviya yo'q. Shundoq ekan inson ko'rganidan ko'proq ta'sirlanadi. Hatto shuning uchun ham Ibrohim alayhissalom Xudodan so'rayotganda qiyomat o'liklarni qanaqa tiriltirasan ko'rsat deganlar. Chunki inson ko'rish orqali ko'proq ishonadi. Eshitganiga qaraganda ko'proq ta'sirlanadi. Demoqchimanki, ba'zan ahli ilmlarimiz buyuk zotlar. Ular men o'ylaymanki, yoki Allohning masalan deymiz jamiyat islohoti bilan, ya'ni jamiyatning bunga ehtiyoji bo'lganligi uchun, ya'ni qahramonlik ko'rsatib, xalqni dardi bilan yuradida ba'zan oilasi uning fidokorligini uyda ko'ra olmaydi bolasi. Bitta sabab bo'lishi mumkin. Chunki bitta inson hamma maydonda, ya'ni chavandoz bo'lishi qiyin. Ko'chada ya'ni fidokorlik bor, hamma maydonda inson qahramon bo'lishi qiyin masala. Chunki insonning umri o'lchoqli, inson vaqti o'lchoqli, insonning kuch-quvvati, ya'ni iqtidori o'lchoqli, ya'ni me'yori bor. Ya'ni o'lchangan demoqchiman. Ya'ni u cheksiz emas-ku. Inson 24 soat, bir kun 24 soatdan, bir sutka 24 soatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, inson qanaqa qilib masalan, ya'ni ham bu maydonda, ham u maydonda qilish mumkin? Imkoni yo'q. Istar-istamas inson yoki ko'chadagi hayotda ko'proq aniq qiladi yoki uy hayot. Ikkalasini balansini muvozanat ushlash bu buyuklar, sanoqli zotlargagina nasib qilgan menimcha. Masalan, payg'ambarimiz alayhissalom, ular mustasno zotlar ular. Ular yoki bo'lmasa tarixda shunga o'xshash mustasno, ya'ni u zotning izidan ketgan, ya'ni muvozanatni ushlay olgan zotlar kamdan kam bo'lgan, lekin aksar paytlarda bo'lmagan. Bu bir meni nazdimda. Ikkinchi sababi bo'lishi mumkin, menimcha, ya'ni buyuk zotlar hozirgi siz aytgan nuqtai nazardan bolasi ham farzandi ham buyuk bo'lishini istaydi, xohlaydi, lekin bolasida unga bu borada, ya'ni urg'u bergan, bu borada zakovat yo'q. Bu borada talant yo'q. Qobiliyati o'sha desang bo'ladi-da. Ehtimol qobiliyat deng. Ya'ni qobiliyatdan zakovat kuchliroq bo'ladi. Zakovat yo'q ya'ni bolada. Ya'ni IQ baland emas unaqa. U otani saviyasini ola olmaydi. Ola olmagandan keyin ota buni biz zo'rlayveramiz bolamizni. Chunki o'zimiz o'zimizda biz bolamizni, ya'ni qo'pol qilgan majburlab yurib bo'lsa ham shuni biz xohlagan darajaga ko'tarmoqchi bo'lamiz. U bola zoti buni ko'tara olmaydi. Yuqorida aytgan gapimiz tavfiq Allohdan deyapman. Xuddi shu, ya'ni yo'q unda, ya'ni u qayerdan olsin? U bola tushuna olmagandan keyin xuddi masalan bola 2-3 ta darsga kelmagan bola 4-darsda zerikishni boshlaydi. Chunki oldingi darslarga kirmagan bola tushunmaydi. Tushunmagan bola 4-darsdan keyin darsdan qochish payida bo'ladi. Xuddi shu bola keyin umuman ya'ni oddiy normal musulmonlik saviyasidan ham qochishni boshlaydi. Natijada ko'p ba'zan shunaqa dindan bezib qoladigan avlodlarni, buyuk zotlarning oilasidan dindan bezib qolgan insonlarning chiqishini vallohu alam sabablaridan bittasi shu. Ya'ni zo'riqish hisobidan meni. Ya'ni chunki men nazdimda vallohu alam qobiliyat bu hammada, ya'ni qobiliyat hammada bor. Zakovat hammada bor. Faqat kimning zakovati qaysi borada ekanligini ajrata olmasligimiz muammo. Uni ota-ona qanday payqashi kerak? Qanday o'rganadi uni? Qayerdan biladi? Nimaga salohiyati borligini, zakovati, qobiliyati borligini? O'zi aslida iqtidor hammada bor. Xo'p. Zakovat hammada bor. Zakovat degani aslida bu ajratish degani o'zi. Lekin darajalari boshqa. Arab tilida ajratish degani. Ya'ni IQ. Intelligence, ya'ni insonning aqliy qobiliyatini aniqlashda bu aslida zakovat deydi. Arablar ilgaridan zakovat deganmiz. Endi inglizchaga o'tib IQ deyamiz. Aslida zakovat deyilgan. O'z zakovat degani ajratish degani. Qur'onda zakovat kalimasi bitta bir o'rinda keladi, bu ham bo'lsa qurbonlik masalasida keladi. Ya'ni ya'ni jonlarni so'yish masalasida. Asli so'yishga nima uchun arablar zakovat so'zini ishlatadi? Zaka kalimasini aytadi. Mana Idil Adha tadkiya deydi. Chunki zakovat degan ajratish degani. Ya'ni qassob qo'yni so'yayotganda tanasidan qo'yni jonini ajratganligi uchun buni zakot deydi. Ajratish degani aslida. Biz so'yish deymiz, aslida jonni ajratish degani. Zakovat kalimasi inson ko'rgan narsasini yoki eshitgan narsasini yoki olgan ma'lumotini to'g'ri va noto'g'riligini ajrata olsa bu zakovat bo'ladi. Qobiliyat hammasini olaveradi. Qobiliyat filtrsiz berganingiz olaveradi. Bu biroz pastroq daraja bu. Bu avom insonlar uchun bu. Ya'ni bu oddiy insonlar uchun bu. Ya'ni olomon psixologiyasi. Ya'ni uni nimani eshitsa olaveradi.
Radioda eshitganini olaveradi, o'qiganini olaveradi, ko'rganini olaveradi. Bu qobiliyat bu. qo'shiq eshitsa yodlab oladi. Ha, ya'ni u to'g'rimi, noto'g'rimi, ishonchli ma'lumotmi, ishonchsiz ma'lumotmi, uni ahamiyati yo'q. U olaveradi. Ammo zakovat uni filtrlaydi, u ajratadi u. U ya'ni do'st bilan dushmanni ajratadi, to'g'ri bilan egrini ajratadi, oq bilan qorani ajratadi. Bu zakovat bo'ladi bu. Endi men aytmoqchimanki, o'sha Xudo bergan iqtidor, qobiliyat yoki zakovat deng boring, mayli bo'lgan taqdirda. Meni nazrimda vallohu alam Alloh hammaga beradi. Ya'ni kasal odamlar boshqa. Masalan, aqliy kasallar boshqa. Lekin umumiy ma'noda Xudo Alloh azza va jalla, Alloh taolo deyarli hammaga beradi. Faqat yoki insonning o'zi yoki uning ota-onasi yoki bu ishga mas'ul bo'lgan insonlar boladagi o'sha zakovat iqtidorni deylik, iqtidor ya'ni qobiliyati qaysi sohada ekanligini ajrata olmaydi. Ajrata olmagandan keyin kutilgan natija bo'lmaydi. Shuni ajratish uchun kutilgan natija bo'lmaydi. Masalan, bu haqda Qur'onda ham kelgan. Qur'onda masalan Alloh kimgadir ovoz qobiliyatini beradi. Iqtidor ovoz zo'r bo'ladi. Kimdadir ijodkorlik bo'ladi. Kimdadir so'z yodlash, hofiza zo'r bo'ladi, ya'ni xotira zo'r bo'ladi. Kimdadir zo'r yodlamasa ham, lekin ma'nosini chaqish ma'nosi, ya'ni ma'nosini chaqish anaqasi zo'r bo'ladi. Masalan, Qur'onda Alloh ovoz haqida varotil Qur'ani tartila deganda, Qur'onni tartil bilan o'qing degan. Ya'ni dona-dona qilib go'zal o'qing. Demak, kimdadir haqiqatan so'zamol bo'ladi. Mana o'sha masalan gaplar dona-dona gapiradi, lekin bu hamma jihatdan zo'r degani emas. Xafa bo'lmanglar-ku lekin. Masalan, ba'zan xuddi aksi bo'ladi. Kimdadir bu qobiliyat, kimda ilm zo'r bo'ladi, ummon bo'ladi, xotira zo'r, ma'lumot to'la. Ammo o'shini ifodalab bera olmaydi. Shuni gapira olmaydi. Ikki kalima gapirib, o'shining ichidagini odamlar yetkaza olmaydi. Demak, unda bu qobiliyat bor, bu qobiliyat yo'q. Kimdadir ijodkorlik qobiliyati bor. Masalan, haqiqatan zo'r, masalan, arxitektor bo'lishi mumkin. Imoratni zo'r, masalan, chizadi anaqasini. Ijodkor, masalan, Qur'oni Karimda Alloh nima deydi? Sulaymon alayhisalom naqalarini, ya'ni jinlarni yasaganini aytadi masalan. Ajoyib narsalar yasaganligini aytadi masalan. Haligi Bilqis malika Bilqisni qurib qo'yishadi-ku. Demak, u ijodkor bor kimdadir. Kimdadir ya'ni boshqa ijodlar bor, masalan, boshqa ustunliklari bor. Faqat men aytamanki, yoki dastlab avvalambor inson o'ziga kelaylik oldin, inson o'zidagi qobiliyatni o'zi bilish kerak. Birinchi navbatda. Yosh bola bo'lsa uni qanday biladi? Xo'p, oldin birinchi o'zimiz otadan boshlaylik oldin. Ota o'zidan bilmasak bolaga qanaqa beradi? Gap o'sha yerda edi-da, ya'ni otani qanday aniqlaydi uni? Qanday biladi? Endi ota bilmaganda, ota oldin o'zidagi qobiliyatni bilish kerak. Undan keyin keyin bolaga o'tish kerak. Bolada qobiliyat, boladagi qobiliyatni ustoz yoki ota-ona boladagi qobiliyatni ajrata bilish kerak, menimcha. Nima deydi? Qo'pol qilib aytganda, sut beradigan sigirdan biz tuxum kutib xatoda bu. Unga katak qilib berib, mana shu tuxum berasan deb zo'rlayveramiz. Qayerda tug'adi? U tuxum bera olmaydi-ku, sigir u, misol uchun aytganda. Ya'ni oldinda o'rganish kerak. U nima bera oladi? O'zi bera oladigan narsani kutish kerak. Bola bera olmaydigan narsani biz zo'rlaymiz, majburlaymiz. To'g'ri bo'lishi mumkin. U bizning nazdimizda eng zo'r narsa. Biz kutayotgan narsa, ya'ni bolamiz yaxshilik ravo ko'rgandan qilyapmiz, bolamiz yaxshilik xohlaganimizdan talab qilyapmiz. Lekin boyaga narsa bor. Alloh taolo Haq taolo hammaga hamma qobiliyatni bermagan. Xudo taolo xuddi rizqlarimizni taqsimlab berganidek, nahnu qasamna baynahum ma'ishatan. Biz sizlarga dunyoviy maishat tirikchiliklarni taqsimlab qo'yganmiz o'zaro deydi Alloh taolo. Bu degani Alloh kimdir rahbar qiladi, kimdir raiyat qiladi, kimdir shoh, kimdir gado qiladi, kimdir dehqon, kimdir boshqa qiladi-da endi Alloh. Bu Allohning hikmati, boshqa hikmatlari bor. Ya'ni bu mavzu kirmaylik, boshqa gap cho'zilib ketib qoladi. Ya'ni Alloh o'zining hikmatiga ko'ra hammamiz har xil yaratgan. Ya'ni bo'yimiz har xil, o'yimiz har xil. Tushunchalarimiz har xil, hatto orzularimiz har xil deyarli ko'plarimizniki. Endi shunaqa bo'lgandan keyin siz o'zingizni dunyo qarashingizdan kelib chiqib bolangizdan boyagi narsani talab qilasiz, holbuki bolangizda u narsa yo'q o'zi. Keyin siz kutgan rezultat, natija bo'lmagandan keyin siz bolangizdan ham xafa bo'lasiz va o'zingiz ham tamoman tushkunlikka tushasiz. Inson tabiatan shunaqa, ko'pincha qilgan mehnatini samarasini ko'rmasa inson keyinchalik ham qilmoqchi bo'lgan, qilajak mehnatlardan ham umidini uzadi. Bugun til bilan aytganda motivatsiyasi tushib ketadi deylik. Ya'ni tarvuz qo'ltiqdan tushadi deydi.
qo'lni yuvib qo'ltiq quradi deydi o'zbekcha qilib aytganda. Bo'ldi deydi, endi hech kimga qilmayman deydi. Va natijada ertaga qilish kerak bo'lgan avlodlaringizdan ham boyaga qilishga endi ularga qilish kerak, qilmay qo'yasiz unga ham. Chunki oldingilardan boyaga holatni ko'rgansiz. Oldingilarda samarasizlikni ko'rganingizdan keyin keyingi avlodlaringizga endi tamoman qaramay qo'yasiz. Bu bir qancha yomon oqibatlarga olib keladi. Xullas, men endi hammasini aytib o'tmoqchi emasman. Demoqchimanki, bolani qobiliyatini oldin aniqlash kerak. Endi bolani qobiliyati ko'proq necha yoshda aniqlanadi? Vallohu alam, meni nazdimda, men o'rgangan bilganlarimga ko'ra, bolani qobiliyati taxminan tamiz yoshi deydi. Bu 5 yoshdan keyin aniqlanish boshlanadi. Esini taniganda. Undan oldin ham ba'zi alomatlar bo'ladi, ishoralar. Lekin ko'proq 5 yoshdan keyin bilina boshlaydi. Nima uchun? Chunki bola dastlab yillarda bola tez o'sadi, tez o'zgaradi bola. Masalan, bola chaqaloq tug'ilgan paytdagi holat 1-2 oydan qarasangiz boshqa bolaga aylanib qoladi. Ya'ni o'zgarish, ko'rinishda ham, xilqatda ham, fiziologik jihatdan ham tez o'zgaradi. Xuddi shu kabi bolani ham baribir bu yuqorida biz aytgan haligi Alloh uni tabiatga solib qo'ygan, ichiga jo qilib qo'ygan, nima deydi haligi, oqligida bor ekan deydi-ku. Oqligida bor ekan, ya'ni o'zi turklarda uni mayasida bor deydi, ya'ni o'zi asli oqligida bor, ya'ni uni ichida bor narsa bor. Xuddi aytgan drojasida masalan, xamir turishida bor. Xamir turishida deylik, o'zbekcha qilib aytgan, xamir turishida bor. Xamir turishida bor narsani siz o'zgartira olmaysiz-da. Birinchi u bor. Undan keyin siz o'sha narsani yo o'stirishingiz mumkin yoki kamaytirishingiz mumkin. Yangi qobiliyat qilib bera olmaysiz. Faqat o'sha qobiliyatni o'stira olasiz yoki quritib qo'yasiz. Ya'ni bor narsa shakllanadi, xolos. Ya'ni Xudo bergan qobiliyat bor. O'sha qobiliyatni parvarish qilish kerak. Tagiga suv quyish kerak, ko'kartirish kerak. Xo'p, endi bolaning qobiliyati qayerdan bilinadi? Masalan, taxminan 5 yoshlarda deyapmiz. Nimaga asoslanib aytyapmiz? Chunki bola 5 yoshdan taxminan, mening bilishim bo'yicha tabiblar ham shu gapni aytadi. Bizni diniy ta'limotda ham shunaqa, dinimiz ta'limotda ham shunaqa. Taxminan 5 yoshlardan keyin bola oq qorani ajrata olishni boshlaydi. Bola keyin haligi biroz ya'ni nima deydi, katta yoshli insonlar kabi bo'lmasa ham fikrlashni boshlaydi. Bundan oldin ham bo'ladi aslida, lekin 5 yoshda ko'proq bo'ladi. Inson eshitganini yodlab qolishni boshlaydi ko'proq. Bunga diniy ulamolar nimani dalil qiladi? Hadis sohasida, ya'ni muhaddis ulamolar Alloh rozi bo'lsin, ajoyib ko'plab mehnat ishlar qilgan. Ya'ni ular to'g'ri bu maqsadda qilmagan. Ular payg'ambarimiz alayhisolamning hadislarini asrab avaylash uchun, ya'ni bor hadislar yo'q bo'lib ketmasligi uchun yoki yo'q hadislar borga aylanib qolmasligi uchun, hadis muhofazasi uchun ular bu narsani o'rgangan. O'rganganda 5 yoshdan keyin bolani ba'zan degan, ya'ni albatta umumiy ma'no, bu xos gaplar. Taxminan 5 yoshdan keyin bolani hadisini olsa bo'ladi, qabul qilsa bo'ladi degan. Bunga dalil qilib bir sahoba aytadi, men esimda deydi, men 5 yoshli paytimda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelib qo'llar suvni olib, idishdan suvni olib meni yuzimga sepganlar deydilar. Men eslab qolganman deydilar. Demak, shunga ko'ra ko'pincha 5 yosh deb oladi ulamo, muhaddis ulamolar. Lekin boshqa ulamolar aytadi, ya'ni bolada qobiliyat har xil bo'ladi. Buni ham aytadi, muayyan yosh qo'yib bo'lmaydi deydi. Qarang, hatto xotirada ham aytadi, muayyan yosh qo'yib bo'lmaydi deydi. Chunki bolani shakllanish har xil bo'ladi, har kimda qobiliyat har xil bo'ladi. Kimdir 10 yosh kirganda ham hech narsa eslay olmaydi. Kimdir 5 yoshda ham eslaydi. Taxminan bu gap ya'ni. Lekin ko'pchilikka ko'ra bu gapni aytiladi. Aytadiki, masalan, bolani tarbiyalashda aslida boshida tug'ilmasdan oldin tarbiyalash kerak. Buni bilasizlar endi. U haqida gapirmaylik men. Xo'p, tug'ilgandan keyin nima bo'ladi? Tug'ilgandan keyin deydiki, 2 yoshgacha bola sut yoshi bo'ladi. Sut paytida emizikli yoshi bo'ladi. Emizikli paytida bolaga uni qil, buni qilma deb emas, qilish kerak bo'lgan narsanigina unga ko'rsatish. Qilish kerak bo'lmagan narsani ko'zdan yiroq qilish kerak deydi. Chunki bola buyruqni farqiga bormaydi u paytda. Uni ko'zi faqat ko'rish kerak bo'lgan narsalarni ko'rsin. 2 dan 4 yoshgacha deydi, mutaxassislar aytadi, 2 dan 4 yoshgacha bolaga qilsang yaxshi bo'ladi deb haligi targ'ib ma'nosida qilish kerak. Ya'ni uni jazolash mutlaqo mumkin emas 4 yoshgacha. Jazolash mumkin emas. Qilsang yaxshi bo'ladi. Bundoq deyish kerak. 4 dan endi 6 gacha, 6-7 yoshgacha endi qilsang yomon bo'ladini qo'shish kerak. Endi buni qilsang yomon bo'ladi. Endi hatto ba'zi paytlarda, ya'ni badaniy jazo berilmasa ham, lekin eng kamida ba'zi bir istaklarini qabul qilmasligi ma'nosida uni biroz o'sha narsani bildirsa bo'ladi deydi.
Nega? Chunki bolaga lekin bu degani ayni vaqtda bola bilan xuddi kattalardagi munosabatda bo'lish kerak. Ya'ni qaysi ma'noda? Kattalardagi degani to'g'ri gapirish, to'g'ri gapni gapirish, ammo uslubda albatta yoshlar bilan kattaning farqi bo'lishi kerak. Uslubda. Lekin uslub har xil bo'lishi mumkin, ammo ma'no to'g'ri bo'lishi kerak har qachon. Buni o'zdan chiqarmaslik kerak. Uslub har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni bolani qobiliyatiga qarab uslub mayli har xil bo'lsin. Kimdir qobiliyati zo'r, unga o'sha qobiliyatiga ko'ra gapiring. Qobiliyat sal pastroq, uni uslubga ko'ra unga sal o'ziga ko'tara oladigan ma'noda. Lekin unisiga ham, bunisiga ham to'g'ri gapni gapiring. Ha, buni qobiliyat past, bunga xato yolg'on gapirsa ham bo'laveradi. Bunga noto'g'ri gapni gapirsa ham farqi bormaydi, demaslik kerak. Nozik nuqta shu yerda. Bunga dalil, ya'ni juda ko'p muhaddislar rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisalom Ummu Sulaymning o'g'illari bo'lgan radhiyallohu anhu. Ummu Sulaym radhiyallohu ta'ala o'g'illari bo'lgan. Bu zotning o'g'illari, ya'ni Payg'ambar alayhisalom Ummu Sulaymning uylariga ko'p ziyoratga kelib turardilar masalan. Chunki qiynalgan oila bo'lgan, hollardan xabar olib kelib turardilar. Uni Abu Umayr degan o'g'illari bo'lgan. Abu Umayr degan. U taxminan 3 yosh bo'lgan deydi ulamolar. 3 yosh, 4 yosh atrof bo'lgan deydi muhaddis ulamolar. Payg'ambar alayhisalom borib haligi bola bilan muomala qilardilar. Xuddi kattalardek hangi. Ya'ni yolg'on gap gapirmasdilar, to'g'ri gapirardilar. Bizlar nima degan yosh bola bilmaydi-ku deb gapirish. Bola ba'zi tushunmaydi. Noto'g'risini gapirib qo'yar. Buni oddiy xalq tilida nima deydi? Bolani bir aldab qo'ysang, aldab tur deydi. Bola yig'lab har-hasha qilaversa, yolg'onga ko'niktirish bo'ladi endi bu. Ha, bola har-hasha qilsa, bolani aldab turinglar deydi. Ha, doktor chaqiringlar. Aldab turmas. Mayli, chaliqtib tur desin. Bolani qarab turinglar degan iborani o'rniga aldab turinglar degan iborani aldab tur deyish o'z boshidan boshlanyapti bu narsa. Payg'ambar, ya'ni bola bilan gaplashganda deydi, hatto mutaxassis aytadiki, bola bilan gaplashganda xuddi bolani saviyasiga tushish kerak degan o'zi noto'g'ri deydi. Ya'ni bolani deydi, masalan, bola tili chiqmagan-ku hali. Chuchuklarni gapirmaslik kerak. Chunki bola sandan o'rganadi. Shuning uchun sen gaplarni, ya'ni kalimalarni, so'zlarni to'la, ya'ni butun gapirish kerak. Chunki bola sandan o'rganmoqchi, sen boladan o'rganishing kerak emas, deydi. Va eng qiziq boyaga aytgan gapimiz. Mayli, uslub har xil bo'lsin, lekin ma'no to'g'ri bo'lsin. Ya'ni gap o'zi to'g'ri gap bo'lsin, yolg'on gap bo'lmasin. Shunda Payg'ambar alayhisalom haligi bolakay bilan gaplashganlar. Payg'ambar bola bilan muloqot qilyaptilar. Qushi o'lib qolgan, juda ham xomush bo'lib, siqilib turgan ekan. So'raganlar Ummu Sulaym radhiyallohu anha, bu Abu Umayr nega bo'ldi? Qovolar tushib qolibdi deganlarida, Nug'ayri o'lib qoldi, ya'ni chumchuqdan bitta qushchasi bo'lgan, qushchasi o'lib qoldi deganlar. Shunda ya Abu Umayr ma fu'ila bi Nug'ayr deganlar, ya'ni. Ya'ni mana shu ikki kalima so'z. Ey Abu Umayr, qushchanga nima bo'ldi? Nima qildi Nug'ayr? Ha. Ya'ni ikki kalima so'zni sharhida 80, ya'ni ikki kalima so'zdan 80 ta hukm olgan ulamolar. Pedagogika, bola tarbiyasiga doir. Ikki kalima so'zdan. Ba'zilar aytadiki, ha, shuni ham hadis deb yig'ib o'tiribsizlarmi? Bitta boladan Payg'ambar alayhisalom borib bitta boladan qushingga nima bo'ldi deb so'rab qo'yganini ham shu hadis deb, ibodat deb ko'tarib yuribsizlarmi deydi ba'zilar. Bu, ya'ni aqli noqislar hamma narsani o'zini aql bilan o'lchaydi-da, noqis aqli bilan. Ya'ni o'sha ikki kalima so'zdan 80 ga yaqin hukm olgan odamlar, ulamolar, mutaxassislar. Bittasi nima deydi? Payg'ambar alayhisalom yosh bola bilan kattalardan gaplashyaptilar. Bu bir. Ikkinchidan, bolaga yolg'on gapirsa ham bo'laveradi deb turib yolg'on gapirmayaptilar. Ya'ni o'lib qoldimi demayapti, qushingga nima qilindi deyapti. Chunki bolani tafakkurgun deyaptilar. Demak, bola jonzot bilan aloqa qilib yurgan bolada fikrlash qobiliyati o'sadi deydi. Ya'ni chunki jonzot bilan qush bilan yoki bir qanaqa bir chorva hayvon boqqan bolada jonli narsalarga nisbatan rahm shafqat paydo bo'ladi. Chunki bola qush o'lib qolgani ta'sirlandi. Bugun nega bolalarimizda rahm shafqat yo'q? Ta'sirlanish yo'q. O'lib qoldi desa ham ta'sirlanmaydi. Palonchi o'lib qoldi desa ham, och qoldi desa ham ta'sirlanmaydi. Chunki ular faqat virtual olamda yashayapti. Haqiqiy jonzot bilan muomala yo'qligidan ertaga bir kun haqiqiy otang o'lib qoldi desa ham ular his qilmaydi ular. Chunki ular rahm shafqat degan tuyg'u bu jonli narsalarda bo'ladigan narsa u. Ya'ni hissiyot o'ldirilyapti. Shu virtual olam. Shunaqa, ya'ni virtual olamda masalan o'lyapti, ya'ni bundoq qilsa tirilib chiqyaptimi? Haligini ko'rgan bola, demak o'limni ham jiddiy olmaydi. O'lim jiddiy olmaydi. Yoki odam ochidan qiynalyapti, qon qaqshayapti, unga rahmi kelmaydi. Chunki u virtual olamda buni faqat fantaziya deb o'rganib qolgan. Haqiqiy o'layotgan odamni ertaga ko'rsa fantaziya deb o'tiraveradi. Va Payg'ambar alayhisalom bolani o'ylantiryapti deyapti. Bolalik chog'idan, demak, o'lim nima ekanligi haqida bola o'ylanadi. Qushingga nima bo'ldi dedilar Payg'ambar. Ma fu'ila bi Nug'ayr. Bu bitta
uslub. Ikkinchi uslub deydi, bu hadisdan, bitta kichkina hadisdan olyapti ulamolar. Ikkinchisi, bolaga bolalikka xos bo'lgan so'z zapasiga ko'ra gapirish kerak. So'z zaxirasiga ko'ra. Payg'ambar nima dedilar? Uzun gapirmadilar. Kichkina, qisqa. Chunki bolaga qisqa so'zli gapirish kerak. Chunki bola onga yetmaydi, uzun gapni hazm qilish kuchi yetmaydi. Unga qisqa gaplar, ya'ni jumlalardan iborat bo'lish kerak. Ya Abu Umayr, ma fa'ala bi nughayr. Bo'ldi, tamom. Ey Abu Umayr, qushanga nima bo'ldi? Qushanga bo'ldi. Uchinchisi, imkon qadar yosh bolali paytda qofiya bilan gapirish kerak deydi. Chunki bolada xotira kuchli bo'ladi, fahm pastroq bo'ladi. Xotira kuchli bo'ladi, fahm pastroq bo'ladi. Shuning uchun ham mutaxassislar yodlatadigan narsani bolaga yoshida yodlatish kerak deydi. Lekin ma'nosini keyin tushuntirish kerak deydi. Chunki bolada dastlab yodlash, xotira, qabul qilish, xotira kuchli bo'ladi, lekin fahmlash zaifroq bo'ladi. Keyinchalik fahmlash kuchayadi, lekin yodlash pasayadi. Zakovat keyin shakllanadi ekanda, demak. Qobiliyat birinchi bo'lsa, zakovat keyin shakllanadi. Shuning uchun bu hadisda bu narsalar bor. Ya'ni ko'p bundan ham ko'p narsalar bor. Al-muhim, men demoqchi bo'lgan narsa, xo'p, bolada qachon aniqlanadi? Endi bolada o'sha aytganimizdek, bolani har bir xatti-harakatini 4 yosh, 5 yoshdan keyin jiddiy olish kerak bunday olganda. Endi 5 yoshdan keyin endi bolani biroz ba'zi o'rni kelganda biroz koyishni ham boshlash kerak. Ungacha bolani tarbiyasida avvalambor 5 yoshgacha bolani sinash kerak. Qanaqa sinash kerak? Chunki bolani bolalik paytda xato qilish haqqi bor. Ya'ni bolani qo'lidan keladigan ishga buyurish kerak. Ya bu hali yosh bola demaslik kerak. Ya'ni yoshiga munosib bo'lgan ishni qildiraverish kerak. Bola sinasin. O'zini sinasin. Bolani agar siz 5 yoshga kirgunga qadar ham bolani oyoq kiyimini kiydirib, paypog'ini kiydirib qo'ysangiz, bolada o'ziga ishonch yo'qoladi. Faqat hayot davomida bundan buyoqqa boshqalardan umid qilib yashaydigan, ta'ma qilib yashaydigan insonga aylanib qolishi mumkin. Qaror qabul qila olmaydigan. Qila olmaydi, chunki faqat boshqadan kutib yashaydi, ya'ni. Boshqadan yordam kutib yashaydi. Jur'atsiz bo'lib qoladi. Shijoat o'ladi. Bu yaxshi emas. Bu yaxshi emas bu narsa. Keyin 7 yoshga yaqinlashgan paytda, u paytda endi gaplar tushunishni boshlaydi bolani va hokazo. 7 yoshda endi gaplarga jiddiy qarash kerak. Va o'sha mutaxassis pedagoglar boshqalar o'zi aytadi, mutaxassislar aytadiki, asosiy shakllanish shu 7 yoshga shakllanadi bolada. Chunki shuning uchun o'sha 7 yoshgacha olgan bolani ta'lim tarbiyasi umrning oxiriga qadar yetadi ko'pincha. Ta'sir qiladi. Buning dalili, masalan, siz psixologga borsangiz, psixolog birinchi savol nima bo'ladi? Bolalik paytida travma olmaganmi deydi. Bolalik paytida travma olmaganmi deydi. Qolib ketmagan, bolalik paytida travma olmaganmi deydi. Chunki bolalik paytdagi holat bola insonga umrning oxiriga qadar ta'sir qilishi ehtimoli bor. Ya'ni bola yoki qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, shuni tarbiyasi ta'sir qiladi yani. Va 7 yoshdan jiddiy olish kerak. Bu ham albatta mutaxassislarning gapi, ayni vaqtda diniy ulamolarning gapi. Buni qayerdan olgan ulamolar? Payg'ambar hadislaridan olgan, ya'ni 7 yosh muru avladakum as-sola va hum abna'u 7. Farzandinglarni 7 yosh to'lganda namozga buyuringlar. Wadribuhum va hum abna'u 10, ya'ni 10 ga kirganda uringlar deganlar. Ya'ni uringlar degan tabiiyki bu endi urush bilan urush farqi bor. Urush bor, jazo uchun urush bor. Urush bor, odob uchun urush bor. Ya'ni bu odob uchun urush. Ko'kartirib, sindirib, mayib qo'yish emas bu. Bu endi tabiiy quloqni cho'zib qo'yish yoki bo'lmasa qaysidir bir ma'noda ota-ona o'zini noroziligini ifodalaydigan bir ma'noda qilish. Bu degani bir joyini mayib qilib, bir joyini qarsillatib urish emas. Umrning oxiriga qadar majruh qilib qo'yadigan urush emas bu. Va hatto davomida yotoqlarni boshqa qilinglar deganlar. Chunki bola 7 yoshdan yoki 10 yoshdan u tamoman o'zini shakllanib boradi, boshqa bo'ladi. O'sha paytda bolani deyarli taxminan bilinadi. Masalan, biz aytamiz, bolani qobiliyati har xil bo'ladi, iqtidori deyamiz. Ya'ni ba'zi odamki ovozi zo'r bo'ladi. O'shani bilish kerak, o'shanga yo'naltirish kerak. Masalan, Imom Malikning onasi nima deydi? Imom Malik aytadilar, rahmatullohi alayhi, men deydi, yosh paytimda juda ham ovozim chiroyli, go'zal edi. Men ashura xirgoyi qilib yurardim, qo'shiq xirgoyi qilib yurardim. Onalar buni sezdi, qobiliyatni. Onam nima dedi? Chaqir, ey Malik, ya'ni sen ovozing juda ham shu ovozing bilan Qur'on o'qisang qanaqa bo'lar ekan dedi. Shundan keyin men bu yoqqa o'tdim deydi, ya'ni. Qobiliyatni his qilish masalasi bu, ya'ni boladagi. Ya'ni bu kuzatish bilan hal bo'lar ekan-da, demak, kuzatish bilan.
Haligi qanaqa aniqlanadi dedingiz-ku. Demak, olim bo'ladigan ham o'sha yoshligidan ma'lum bo'lar ekanda, demak. Kuzatish kerak. Bu birinchi omil bu. Bu birinchi faktor. Bu bilan ish bitmaydi. Bu birinchi faktor bu. Yani keyingilari bor. Menimcha. Mana shunday gapiraveraylik, chunki xato bo'lib qolish ehtimoli ham bor. Menimcha birinchi faktor bu. Xuddi masalan o'sha Imom Buxoriy hazratlarining masalan onalari nimani ko'rib, masalan o'zi yetimlikda katta bo'layotgan bola bo'lsa, musofir diyorlarga yuborgan. Chunki boladagi qobiliyatni ko'rgan. Boladagi intuitsiyani ko'rgan. Masalan, nimaga qiziqyapti? Chunki bola, ya'ni meni nazrimda ikkita narsa bilan natija go'zal bo'ladi. Bolaga bog'liq bo'lgan tarafi bu. Birinchisi qiziqish, ikkinchisi qobiliyat. Qiziqish bo'lsa, qobiliyat bo'lmasa ham hech narsa chiqish qiyin. Ya'ni natija chiqish qiyin. Odam qiziqadi, xuddi masalan cho'loq odam futbolda men chempion bo'laman degan o'sha, ya'ni chiqmaydi, ya'ni iloji yo'q. Qobiliyat yo'q uning. Ba'zan imkoniyat bo'ladi, qiziqish bo'lmaydi. Imkoniyat bor. Masalan, haqiqatan zehn zo'r, lekin bola umuman kitob ko'rsa ko'ngli ayniydi. Yodlash xohlamaydi. Bu ham bo'lmaydi. Qiziqish plus bu bo'lish kerak. Endi qiziqish masalasida ota-onaning roli boshlanadi. Ota-ona qiziqtira bilish masalasi bor. O'zida ham qiziqish bo'lsa afzal, nur ustiga alo nur. O'sha boyagi biz aytgan ota-onasi bolasini nechinchi sinfda o'qishini bilmaydiganlarning bolasi, bolani o'zida qiziqishi bor. Ota-onaning qiziqtirishga shart anaqa yo'q, zarurat yo'q. Ammo ba'zi bolalarga qiziqtirish kerak. Hadi Imom Malik kabi yo'naltirish kerak, o'sha qobiliyatni yo'naltirish kerak. Bu tarafga yo'naltir. Onalar kabi Imom Malik rahmatullohi. Yo'naltirish kerak. Endi ba'zilarda qobiliyat bu, ba'zilarda jismoniy qobiliyat bo'ladi. Ya'ni jismonan baquvvat bo'ladi. Jismonan baquvvat bo'ladi. Bu insonlarni o'sha qobiliyatdan kelib chiqib, o'sha Alloh bergan iqtidordan kelib chiqib, o'sha jihatlama, o'sha tarafdan haq va haqiqatga va haloyiqqa, insonlarga, insoniyatga foyda keltiradigan bir tarafga yo'naltirish kerak. Va xuddi farzandlar o'rtasida muqoyasa qilish bola tarbiyasida xato bo'lganidek, masalan, sen akanchalik bo'lmading hech qachon. Sen odam bo'lmaysan, solishtirish, muqoyasa qilish, solishtirish. Bu xato deydi mutaxassislar. Ya'ni Yusuf alayhisalom qissasini ham keltirdi, lekin Yusuf alayhisalom qissasi unaqa bo'lmagan. Ba'zilar aytadi, Yusuf alayhisalom qissasi ham o'sha hadib aka Yaqub anaqaga yaxshilik qilib keyin Yusufning ko'p Yusuf alayhisalom bilan ukasi Binyaminni gapirib keyin akalari keyin plan qilgan, buni yo'q qilish kerak deydi. Unaqa emas aslida. Yomon ko'rib qolgan Yusuf. Ya'ni Yaqub alayhisalom bola tarbiyasini bilmaganmilar. Unaqa emas deydi ulamolar. Bu yerda faqat bolalar noto'g'ri tushunib oldi. Yaqub alayhisalom to'g'ri metod qo'llagan edi. Faqat bolalar noto'g'ri tushundi, o'g'illari, boshqa o'g'illari. Lekin umumiy ma'noda to'g'ri. Umumiy ma'noda muqoyisa qilish noto'g'ri. Ya'ni bolani bolaga solishtirish noto'g'ri. Masalan, sen ukang yaxshi, mana odam bo'laysan, odam bo'lmaysan, deyish noto'g'ri. Chunki birinchi zarari aka-uka o'rtasida adovat paydo bo'ladi. Chunki hech qachon inson o'zini o'zidan qidirmaydi-da. Men haqiqatan tanqidga loyiqman, men ukamdaka yoki akamdaka bo'la olmadim demaydi-da, odam nima qiladi? Unga adovat qilishni boshlaydi. Bu bitta muammosi. Ikkinchi muammosi, inson buni qila olmagan taqdirda inson ichidan o'ksiy boshlaydi. Tushkunlikka tushadi va ortiqcha mahzunlik, ortiqcha stress qilish insonni bor qobiliyatini o'ldiradi. Bor talantini o'ldiradi. Shuning uchun ham arablarda xavf deydi. Xavf kalimasi xiffa kalimasi olingan. Qo'rquv kalimasi bo'shashtirish ma'nosidan olingan deydi. Chunki odam qo'rquvda yurgan odam oyoq qo'li bo'shashib ketadi. Kuch-quvvat yo'qoladi. Bu degan g'ayrati yo'qoladi. Shuning uchun me'yordan ortiqcha o'limni eslagan odam yoki boshqa qo'rquvli narsani eslab yurgan odam ishtiyoqlar so'nadi. Aks ta'sir ham berishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin, u me'yor bo'lish kerak hamma narsada. Men me'yor haqida aytayapman. Me'yordan ortiqcha deyapman shuncha. Me'yordan ortiqcha doim qo'rquvda yurgan odam jur'atsiz bo'lib qoladi. Ya'ni hech narsaga, ya'ni ko'ngli sovib ketadi hayotdan. Hech narsa qilgisi kelmay qoladi. Ya bu endi alohida bir mavzu. Demoqchimanki, siz bolani deb qo'rsangiz, u mavjud bo'lgan talanti ham yo'qolib ketadi. Chunki qo'rqoq bo'lib qoladi. Yana qilsam, yana xato qilib qo'ysamchi degan tushunchaga boradi. Yana ketadi. Yaqub alayhisalom unaqa qilmaganlar. Nega desa, chunki Yaqub alayhisalom Yusuf alayhisalom bilan ukalar Binyamin kenja farzandlari bo'lgan. Odatda
kenja farzandga ko'proq e'tibor beriladi. Ko'proq e'tibor nima uchun? Bu degani yaxshi ko'rgandan emas. Chunki ota-ona doimo oilada farzandlar orasida ota-ona zaifiga ko'proq e'tibor beradi. Bu tabiiy proses bu ya'ni. Ha. Mana masalan davlat bir qaror chiqarganda ham birinchi kambag'al, faqir fuqarolarga qo'shimcha dotatsiya beramiz deydi, qo'shimcha deydi. Ya'ni bu hech kim zulm demaydi-yu. Chunki u zaif, u imkoni yo'q. Uni sal qo'llab turmasa bo'lmaydi. Ya'ni shuning uchun aslida kenja farzandlarga ota-ona biroz mehribondek tuyulish, kattalar buni yomon ko'radi. Kenjam aslida unaqa emas aslida. U kichkina-ku hali. Ya'ni u hali oyoqqa turmagan, sen turib olgansan. U tura olmaydi, unga ozgina e'tibor kerak. Bu narsani ota-ona ba'zan boshqa farzandlar noto'g'ri tushunib qoladi. Xuddi Yoqub alayhisolamning katta farzandlari kabi. Shuning uchun nima degan? Ya'ni habbu ilayna ila abina minna. Yusuf otamizga bizdan ko'ra suyukliroq. Buni yo'q qilsak, keyin otamiz bizga yuzini buradi degan o'ylagan. Aslida undan bo'lmagan aslida bu masala. Xo'p, xullas ya'ni bolaga bir narsa o'rgatish kerak deb va boladagi qobiliyatni aniqlash kerak demoqchi edik. Boladagi qobiliyatni bu bir. Ikkinchidan ota-onada shunaqa tushuncha bo'lish kerakki, meni nazdimda vallohu alam yuqorida aytib o'tdik, modomiki Xudo Alloh taolo insonlarga hamma narsani har xil taqsimlagan ekan. Hamma narsani har xil taqsimlagan ekan, bir xil taqsimlamagan ekan. Bu chunki bu hikmat ilohiy bu. Endi buni aytsak yana cho'zilib boshqa yoqqa o'tib ketamiz, o'sha tarafga o'tib ketib qolamiz. Modam bir xil taqsimlanmagan ekan, inson taqsimotga rozi bo'lish kerak. Ya'ni Alloh taolo sizga nimani bersa, o'sha berilganidan foydalanishni baxt deb bilish kerak. Berilganidan foydalanishni baxt deb bilish kerak. Berilmaganini orqasidan izlab berilganidan beparvo qolib ketish bu noto'g'ri narsa bu, aldanish bu. Ya'ni bolangizga masalan deylikki, bolangizga Alloh taolo ehtimol sizning nazaringizdagi, siz uchun, ya'ni siz simpatiya qilgan bitta talantni bermagandir, qobiliyatni, balki lekin boshqa bir qobiliyatni bergan. Bu aniq. Chunki qobiliyatsiz bolaning o'zi yo'q. Siz o'sha jihatga rozi bo'ling, o'sha qobiliyatga yordamchi bo'ling siz ya'ni. Illo masalan siz shoir bo'lsangiz, bolam shoir bo'lsin deb zo'rlayvermang uni. Yoki dehqon bo'lsangiz, bolam dehqon bo'lsin deb zo'rlayvermang. Ya'ni Xudo taolo u ya'ni kimgadir har xil qobiliyat beradi. O'sha ya'ni yuqorida aytganmiz masalan, ya'ni sizning mezoningizdagi, siz nazdingizdagi ulug'likkina ulug'lik emas. Ana shu nuqtai nazardan ya'ni Xudo taolo odamlarni har xil yaratdi. Bu degan har bir kasbni jamiyatda o'zini qadri bor. Illo haromdan tashqari bo'lgan. Harom va gunohdan boshqa har qanday kasb hunari, har qanday sohani o'zini o'rni bor. Uni qadrlash kerak. Jamiyat qachonki kasblarni shu bir-biridan xuddi aka-ukani orasini ajratgandek ajrataversa, keyin odamlar ham shu bolasiga bir kasb o'rgatayotganda bolasini xuddi kasb, past kasbga berdim deb o'ylaydi-da. Aslida bunaqa bo'lmasligi kerak. Ya'ni jamiyat uchun kerakli bo'lgan har qanday kasb bu farzi kifoya bu. O'sha ishi uchun olqishlash kerak. Masalan, sen zo'r dehqonmisan? Qoyil senga bola. Ya'ni o'rta meyonasi bo'lmay, faqat qobiliyat yo'lingni top, o'sha o'z sohangning eng zo'ri bo'l. O'rta meyonasi bo'lmadi ekan deb tushuntirish kerak. Mayli sen traktorchi bo'l, lekin zo'ri bo'l. Men doim aytaman, traktorchi bo'lsang ham, zo'ri bo'lsang och qolmaysan. Ya'ni dunyoviy jihatdan olib qaraganda. Ammo sen 4 ta diplomli bo'lsang, lekin o'sha olgan diplomlaringning haqqini bera olmasang, sen ko'chada ishsiz qolasan. Dehqonchilikni ham bilmaysan, chunki o'qiyapman deb yuravergansan. Kasbing yo'q, hunaring yo'q. Ayni vaqtda 4 yil, 15 yil, 10 yil umring o'tgan diplomni haqqini ham bera olmaysan. Bu arosatda qoladi bu odamlar. Undan ko'ra yaxshi edi, undan ko'ra emas, bog'bon bo'lsa, o'sha bir tirikchilik qilardi, eng kamida oilasi uchun manfaatli bo'ladi, eng kamida. Ammo boyaga aytgan odamlarimiz na oilaga foydasi bor, na jamiyatga foydasi bor. Ota-ona qo'ymaganda endi ularni. O'shani aytayapman men. Ota-ona buni to'g'ri yo'naltirib bilish kerak demoqchiman. Ya'ni illo meni nazdimdagi zo'r kasbni egallash kerak, bolam deyish kerak emas. Men shariat, men dinimizda ham e'tibor bersak, dinimizda ham masalan nima deydi? Har xil kasblar e'tirof qilinadi. Hatto payg'ambarlarning ham kasbi har xil bo'lgan. Ba'zilar dehqon bo'lgan, ba'zilari cho'pon bo'lgan, ba'zilari tikuvchi bo'lgan, ba'zilari temirchi bo'lgan va hokazo va hokazo. Ya'ni bu muhim emaski, eng muhimi o'sha kasb birinchidan foydali bo'lsin va o'sha kasb orqali insoniyatga, jamiyatga foyda yetkazsin.
lekin domla ko'p ota-onalar farzandini mulk sifatida qabul qiladi-da. Ya'ni o'zi farzandni omonat deydi, ha? Omonatni egasiga yaxshilab topshirish kerak deydi. Uni qobiliyatiga emas, o'zini mulkiga nisbatan muomala qiladi-da. Ya'ni sen men chizib bergan chiziqdan borasan va shu hayot yo'lida yashaysan deydi. Yo, E, endi o'zi mana hozir mana farzand omonatmi, mulkmi? Yo, endi bu masala bu omonat, buni hammamiz bilamiz. Yo'q, lekin mulkka nisbatan Yo, endi bu munosabat boshqa, lekin bilmaslikdan emas bu. Bu ko'pincha bilmaslikdan emas. Bugungi kun musulmonlarni aytyapman men. Meni nazdimda to'g'ri. 20 yil oldin ota-onalarimiz shunaqa qarardi. Mulk sifatida qarardi. O'sha davom etyapti 20 yillik ana. Yo'q, bizda hozir davom etmayapti mana shu. Musulmonlar orasida davom etmayapti. Davom etmayotganning misoli bugun otalarni urayotganlar bor. O'sha davom etayotganligimi shu hozir? Ota-ona bir tiyinga olmayotganlar bor hozir. Emas. Tushungan qatlam omonatligini biladi, lekin eski odat, tarki odat amri mahol. Voz kecha olmayapti. Voqelikda voz kecha olmayapti, lekin biladi. Bilmaslik emas u. Biladi, omonatligini biladi. Mulk emasligini ham biladi. Lekin odatdan voz kecha olmayapti. O'sha an'anadan voz kecha olmayapti. Men aytayotgan narsa, bolani qobiliyatini o'zi qachongacha aniqlash kerak degan bo'lding masalaga aniqlab olaylik-da. Bola o'sha 5-6 yoshgacha mana nazmalloh ana bolani har xil sohada sinash kerak. Sinash degani shu, ya'ni ish buyuribdi deysiz-ku, ish buyurib turibmi? Sinash kerak. Bolani o'zi zotan bilinib qoladi. Masalan, qaysi sohada uni qobiliyat zo'r bo'lsa, o'sha sohani qotirib bajaradi ishini. Ha. Ba'zi ishni bajara olmaydi haqiqatan bola. Masalan, men zo'rlasak, ba'zi bola masalan oshxonaga kiradi, bir narsalar qilib tashlaydi. Qobiliyatini ko'rdi, kuzatdi, aniqlab ko'rdi, lekin ota-onaning orzusi bilan mos tushmadi. Lekin o'zining orzusini, ro'yobini ko'rmoqchi bolada. Bu xato. Sinab ko'rsa bo'ladimi, yo'qmi, domla? Yo'q. Deylik, Qamariddin farzandini uchuvchi bo'lishni orzu qiladi, lekin ko'ryaptiki, uchuvchi bo'lishga qiziqishi yo'q u bola. Xo'p. Lekin baribir bitta ko'raman, deyapti. Shunaqa qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Yo, endi rost aytdingiz, men raketa uchirishini. Yo, endi buning uchun qilish mumkin, faqat vaqtida qilish kerak deb o'ylayman. Vaqt kech bo'lgandan keyin qila olmaydi. Ya'ni o'sha biz aytgan 7 yoshgacha, borgan 10 yoshgacha buni qilsa bo'ladi. 10 yoshdan keyin bu kech bo'ladi menimcha. Bolani sizni sinovingiz orqali u bola orqaga qayta olmaydigan yo'lga kirib bo'lgan bo'ladi va natijada arosatda qolib ketadi, boya aytganimiz. Qo'lda diplom bor, lekin eplay olmaydi ish. Bu yerda hunari ham yo'q. Oldinroq qilish kerak. Ya'ni bolani sinov muddati, hamma narsaning sinov muddati bor-da endi. Sinov muddatining ichida qilish kerak uni. Fursat sizga. Sinov muddatining ichida qilish kerak. Bolani qo'yish kerak, masalan, balki aqliy fanlar, masalan, aniq fanlarga, gumanitar fanlarga yoki boshqa, ya'ni ilmiy sohani aytyapman. Lekin bu biz faqat ilm haqida emas, bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Faqat ilm emas. Ilmning yonida hunar, bu ham olqishlanadigan narsalar aslida, ya'ni. Ya'ni bu ham kerak. Hammasini bir umumiy mulohaza qilish kerak. Faqat olim bola yetishtirish emas. Shuning uchun demoqchimanki, o'zi bolani qobiliyatini qadrlash kerak. Qobiliyatini qadrlash degani o'zi nima? Bizda endi qadrlash degani aslida hurmat qilish deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Hurmat qilish emas. Qadrlash degani o'lchash degani aslida. Qadar o'lchov degani aslida. O'lchash kerak, ya'ni bolani bundoq xuddi tarozi kabi o'lchash kerak. Bolani bu salohiyat qanchalik? Buni ko'tara oladimi, yo'qmi? Unga qarash kerak. Masalan, bolangiz fiziologik jihatdan nimjonroq bo'lsa, siz hech qachon uni polvon qilaman deb orzu qilmaysiz-ku boshidan. Demak, o'zini justsasiga qarab siz yo'nalish berishga harakat qilasiz. Xuddi shu kabi aqliy salohiyati ham shunaqa. Aqliy salohiyati ham bolani anaqasiga bog'liq. Masalan, ba'zi bola giperaktiv bo'ladi, masalan, tinmaydi, to'xtamaydi, haligi faqat savol beradigan, demak unda aqliy zakot boshqa. U demak yangilik bilishga qiziqadi. Ba'zi bola juda ham tortinchoq bo'ladi, aytganingizni qiladi, orcha qilmaydi. Bu boshqa, ya'ni bu bilan buni siz birlashtirib bo'lmaydi. Ha, endi voqelikda bor, masalan, qobiliyat tug'ma bo'ladi. Ba'zan keyinchalik o'sha tug'ma bo'lgan narsani, ya'ni xamir turishini keyinchalik kimdir ko'paytirishi mumkin, kimdir kamaytirishi mumkin voqelikda. Xamir turishda ozgina bo'lsa ham bo'lish kerak, eng kamida. Umuman yo'q bo'lsa qila olmaysiz, lekin ozgina bo'lsa ham bo'lsa, keyin uni kamaytirish mumkin. Buni ulamolar muktasab deydi. Bu degani ya'ni tashqi muhit ta'siri bilan qaysidir bir xarakterni shakllantirish deydi. Masalan, men voqelikda ko'rgan narsam, ba'zi bolalarda qobiliyat zo'r bo'lgan, ba'zi bolalarda qobiliyat zo'r bo'ladi-da bolalarda, lekin ustida ishlanmaganligi uchun, qarovsiz qolib ketganligi uchun boyagi qobiliyat
yo'q bo'lib ketadi. shakllanmasdan, ha? Ha, nom nishon chiqmaydi. Yo'q bo'lib ketadi. Ammo ba'zi bolalar bo'ladi, qobiliyat boyagichalik emas, IQsi boyagichalik, baland emas, boyagi bolachalik, lekin u davomli ishlaganligi uchun, ustida davomli mehnat qilganligi uchun u qaysi bir ma'noda ma'lum bir saviyada natija ko'rsatishi mumkin. Masalan, shunaqa zo'r qobiliyatli bolalarni ko'rganman, masalan, haqiqatdan zo'r, lekin nimadir sabab bilan o'sha davom etmagan. Yoki iqtisodiy holatdan bo'lgan yoki boshqa bir nima, u bar to'xtagan, natijaga erisha olmagan, lekin davomli bo'lganlar natijaga erishgan. Ularni ham tagida ozgina bo'lsa ham xamir turishi bor-da. Bor, taban bor. Faqat uni ozgina inson mehnat qilish kerak, parvarish qilish kerak, shakllantirish. Masalan, bu hadislarda ham bor. Masalan, man yatasabbar, agar kimki o'zini sabr qilishga undasa, Alloh uni sabr qildirib, unga sabr beradi deyilganda. E'tibor bering. Sabr qilishga o'zini zo'rlasa, demak, inson ba'zan o'sha insonda sabr degan tuyg'u bo'ladi, faqat o'shini inson ozgina mehnat qilib qilsa, keyin Alloh beradi. Bundan kelib chiqadiki, demak, inson o'zini ham ozgina hissasini qo'shish kerak, ya'ni. Ya'ni Xudo menga bermagan bu tabiat deb o'tirish kerak emas. O'sha tabiatni inson ichidan topish kerak, uni parvarish qilish kerak, uni begona o'tlardan tozalash kerak, ozgina mehnat qilish kerak. Bunda foyda berishi mumkin bu narsa. Shunda yo'l ko'rsatadigan odam bor, ota-onadan tashqari ustoz. O'sha yaxshi ustoz topishda ham tavsiyangizni bering. Qanday bo'ladi ustoz topish? Ustoz topish masalasi bu yanada murakkab masala. Endi ustoz topishda avvalambor qaysi sohadan ustoz topishga bog'liq. Birinchisi, biz boshida aytdik, inson yetishtirish, endi biz musulmon bo'lganligimizcha aytamiz. Avvalo boshidagi ana savolga javob berib olish kerak, ya'ni. Siz bilan biz naslimizda ideal farzand o'zi kim? Ya'ni bu mezon o'zi har xilda. Kimnidir nazarida faqat pul topsa bo'ldi. Ularga ideal shu. Ya'ni ideal g'oya shu, ya'ni uning uchun boshqa narsa normaga, ya'ni e'tiborga olinmaydi. Ya'ni uni otangni sot, onangni sot, vijdonni sot, vatanni sot, pul topsang bo'ldi. Qoyil. Harom bo'lsa ham. Qiziq ya, qoyil u yoqqa. Senga qoyil deyiladi. Bu odam haqiqatan bu bola zo'r, manaqa bola. Qalovni topdi, qorni yondirdi, qoyil. Ammo kim uchundir masalan kayf safo ideal. Ya'ni bola kayf maza qilyapti, qandini ursin. Bir marta keldi, yashab kayf qilib yashayapti mana hozir. Mana shunaqa bola yetishtirish kerak. Kim uchundir boshqa narsada, endi bu oldin qadriyatga bog'liq bu narsa. Insonning qadriyati, ya'ni inson uchun nima qadrli hayotda. Oldin birinchi buni to'g'irlash kerak. Boshida, ya'ni yaxshi farzand deganda har kim har xil narsani tushunadi. Masalan, siz hamma ota-ona nazdida bir xil deb o'ylamang. Masalan, jamiyatda ichiga kirsangiz, ba'zi ota-onalar bor, bolasini bolam tilla bola deydi. Nimaga asoslanib aytyapsiz desa aytadiki, bolam milliard pul topyapti. Lekin qayerdan topgan qizig'i yo'q unga. Bolam qo'sha-qo'sha uylar qilib qo'ydi, palonni qilib qo'ydi. Uni qizig'i yo'q. Nariyoqda u kimni ko'z yoshini hisobga olib kelyaptim buni, birovni ohini olib kelyaptim, uni qizig'i bo'lmaydi unga. Uning uchun bo'ldi, bolasi qandini ursin, bu zo'r bola. Bu yaxshi bola. Nima qilsa ham menga qilsa bo'ldi. Boshqalarni yulib kelsa ham menga qilsa bo'ldi. Bu yaxshi farzand. Tushunayapsizmi? Ya'ni boshqadan yulib kelib menga bersa ham bu yaxshi bola men uchun. Oldin bu mezonni oldin aniqlik kiritib olish kerak endi. Endi bu diniy mezonga ko'ra bu solih farzand emas bu. Solih farzand uning o'zini nimasi bor, ya'ni kriteriy o'lchovlari bor narsa. Standarti. Uni o'lchovlari bor. Bu o'lchov endi alohida masala. Xo'p, birinchi uni aniqlab olgandan keyin unga ko'ra aytamiz. Masalan, bunga ko'ra oladigan bo'lsak, unda bizda ustoz tanlashda unda umumiy mezon bo'ladi. Umumiy mezon bo'ladi, lekin baribir qisman farqlari bor. Masalan, bolangizni avvalo qobiliyatini aniqlab olganingizdan keyin, bolangizdagi iqtidorni, qobiliyatni aniqlab olganingizdan keyin, yana bitta narsani eslatib o'tib ketay. Boladagi qobiliyatni aniqlashda ba'zan bola o'zidagi qobiliyatni ham bilmaydi. Shuning uchun siz bolani oldiga qo'pol qilib aytganda, bolam sen nimani xohlayapsan o'zi deb oldiga qo'ying. Masalan, xuddi yosh bola kabi, yosh bola yig'laveradi, nima xohlayotganini o'zi ham bilmaydi hatto bola. Lekin ba'zan o'zimiz ham aytamizki, nimadir yegim kelyapti, eslab bilmayapman-da deymiz. Nimadir yegim kelyapti, o'zim bilmayapman deydi. Og'ashim, yo'q, bilmayapman-da shuni nimaligini deydi. Xuddi shunga inson tabiatan shunaqa. Bola ham ba'zan nima xohlayotganini bilmasligi mumkin. Uning uchun nima qilish kerak? Oldin bolani tottirish kerak, oldin bolani oldiga. Siz tottirmasdan turib bolani qobiliyatini kashf qila olmaysiz ba'zan. Bola o'zi ham kashf qila olmaydi hattoki. Uni kashf bo'lgandan keyin
Endi ha deylikki, mani nazdimda sizlar o'ylayotgan narsa, sizlarni qasd qilmoqchi bo'lgan narsalar ilmiy soha bo'ladigan bo'lsa, xo'p. Birinchi navbatda musulmon bo'lgani uchun menimcha aksar ilmlarda va kasblarda birinchi 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Ustoz tanlashda 3 ta narsaga e'tibor berish Nima kerak. 3 ta narsa ekan? Birinchi diniy sohadan, ilmiy sohadan kelaylik. Ilmiy sohadan keladigan bo'lsak, ilmiy omonat, ya'ni ilmiy salohiyatga ega bo'lgan ustoz bo'lish kerak. Birinchi uni tekshirish kerak. Ilmiy salohiyati bor bo'lgan ustozga topshirish kerak. Chunki o'zida yo'q bo'lgan odam boshqaga bera olmaydi. Ilmiy salohiyat deganda, endi dunyoviy sohada ham o'sha ishonchli, mustahkam ilmga ega bo'lgan mutaxassis bo'lsin. Mutaxassis bo'lsin. Ya'ni tabobatni, haqiqatan ham tabobatni puliga o'qib diplom olgan bo'lmasin. Rostakamiga o'sha sohani haqqini bergan mutaxassis bo'lsin. Diniy soha bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishonchli ustozlardan dars olgan bo'lsin. Ya'ni betayin bo'lmasin. Ya'ni ijtimoiy tarmoqda to'qqizdan chiqib qolgan, kutilmaganda osmondan bir chiqqan yulduz bo'lmasin, ya'ni uni tagi tugi bo'lsin. Avra astari bo'lsin. Qayerdan kelgan bu odam deganda, xuddi masalan, birovni qiziga sovchi qo'ygan yoki birovni o'g'lidan sovchi kelganda surishtirganingizdek, surishtirsangiz orqasi tegi chiqsin. Demak, birinchi shart dedik, ustoz tanlashda birinchi sharti mutaxassis bo'lsin, o'zini sohasining mutaxassisi bo'lsin. Mutaxassis bo'lsin, ya'ni ilmiy salohiyati bo'lsin, ilmiy bazasi bo'lsin. Diniy sohada bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoki o'sha akademik yo'l bilan bo'lsin, yoki bo'lmasa mashixa yo'li, eski uslub bilan o'zini shayxi bo'lsin, ya'ni ilmiy silsilasi bo'lsin. Yerdan chiqqan qo'ziqorindek yo'q joydan chiqqan bo'lmasin. Ya'ni ruscha aytganda samouchka bo'lmasin, o'zi o'qib olgan bo'lmasin. Nima deydi? Ustoz ko'rmagan shogird har muqomga yo'rg'alar degandek, ustoz ko'rmagan bo'lmasin. Chunki manhaj bo'lmaydi, har muqomga yo'rg'alaydigan hamma tarafga ketaveradi. Tuturug'i bo'lmaydi, subut bo'lmaydi. Xo'p, endi ikkinchi sharti, xosatan gumanitar sohalarda, ayniqsa diniy sohalarda u mo'tadil bo'lsin. Manhaji mo'tadil bo'lsin. Ya'ni olgan ilmini talabaga berishda o'sha ilmiy salohiyatini mo'tadil uslubda beradigan bo'lsin. O'rta meyona odam bo'lsin. Ya'ni o'ta chuqur ketadigan yoki o'ta beparvo bo'ladigan bo'lmasin. Ya'ni ifrot va tafritdan qochadigan o'rta meyona mo'tadil bo'lishi kerak. Bu ko'proq gumanitar fanlarga doir bu. Uchinchi sharti, ustoz o'z nomi bilan talabaga yoki o'quvchiga nimadir o'rgatadigan kishi hisoblanadi. U o'zi bilgani bilan kifoyalansa ustoz hisoblanmaydi. Bilgan odam olim bo'ladi, lekin ustoz bo'lmaydi. Ya'ni ilmiy salohiyati bor odam olim bo'lishi mumkin, lekin ustoz bo'lavermaydi. Ustoz degani o'sha uchinchi sharti, o'zidagi mavjud bo'lgan ilmni boshqaga berish qobiliyati bo'lishi kerak. Bu alohida bitta qobiliyat. Ya'ni ba'zi olimlarni ko'rasiz, aytaman, ilm ummon, lekin talabaga ikki kalima gapni tushuntirib bera olmaydi. O'zi olgani boshqalarga bera olmaydi. Ya'ni yoki so'z bazasi kam, so'z ifodalash uslubi yo'q, yoki o'sha pedagogika alohida narsa-da bu o'zi asli. Pedagogika alohida bir narsa. Ammo ba'zi odamlar bor, masalan, haqiqatda ilmiy salohiyati boyaga olimchalik emas, lekin u talabalar unda yayraydi unda masalan olganlar. Chunki bolani saviyasini biladi. U pedagogik qobiliyati bo'lgani uchun bolani saviyasini biladi. Ya'ni qarsida turgan bolani ko'zidan o'qiy oladi. Nimaga qiziqyapti, ya'ni gapirayotgan gapini qanchalik ko'tara olyapti, hazm qilyapti, qabul qilyapti yoki qilmayapti. Buni farqiga boradi. Ammo kirib dars taq aytib ketaversa, lekin bola qabul qilyaptimi, buni hisobga olmasa, bu ustoz emas bu. Olim, lekin ustoz emas. Ayniqsa siz farzandingizga ustoz qidirayotgan bo'lsangiz, bu masalada jiddiy bo'lish kerak. Chunki bolaga ilm bera olmagan, ya'ni otam to'g'ri qadrli, bu odam hurmat qilmaslik kerak demoqchi emasman, lekin ustoz o'laroq buni tanlash noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni bunga yana bitta qo'shimcha narsa, ya'ni ota-ona ham aslida xuddi shu ishni qilish kerak. Boladagi ya'ni qobiliyatni yoki inson rahbarlar uchun ham bu kerakli narsa, qo'l ostidagi xodimlardagi qobiliyatni tanlay bilgan, ya'ni ajrata ilg'ay bilgan odam, ilg'ay olgan odam va o'sha qobiliyatiga ko'ra ish yuklagan odam, o'sha lider, o'sha rahbar katta bir muvaffaqiyatga erishadi. Ota-ona ham, hattoki boshqasi ham. Masalan, hamma bolasini doktor qila olmayapti, bittasini tabib qildi.
bittasini o'qituvchi qildi, bittasini kerak bo'lsa traktorchi qildi, lekin bu ota-ona baxtli bo'lishi mumkin. Chunki bolasiga qobiliyatni ilg'adi va o'sha qobiliyatga ko'ra yo'naltirdi. O'shanga ko'ra vazifa berdi. Rahbarlar ham shunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalomning zotan ustunliklaridan bittasi shu edi deydi ulamolar. Payg'ambar alayhissalom sahobalarini hammasini yaxshi ko'rardilar. Ya'ni xuddi ota-ona ham bolasini yaxshi ko'rgandek, payg'ambar hamma sahobalarni yaxshi ko'rardilar. Lekin e'tibor bering, hammasiga bir xil vazifa bermadilar. Sir saqlay oladiganiga sir aytdilar. Hammasi ishga aytmadilar ya'ni. Jang maydonida sher bo'lganda Alisher Xudon jangga otlantirdilar. Sen jangda chiqasan ya'ni. Yani Hazrat Umarda ham chiqazmadi hatto Hazrat Alining o'rnlariga. Ya'ni har bir sahoba uchun yuklatilgan vazifa o'zining o'rni bor. Ya'ni hech qaysi birini o'rniga tavakkalga boshqasini qo'yib yormadilar payg'ambar alayhisalom. O'smirga hatto til o'rganishni tavsiya Xolid ibn Valid masalan. Shu ya'ni bu ayni vaqtda ota-onalar uchun ham bu muhim bir dars va rahbarlar uchun ham muhim bir dars. Ayni vaqtda ustozlar uchun ham. Ustoz ham shuni ajrata bilish kerak. Va bunga qo'shimcha aytamanki, diniy soha yoki gumanitar fanlardagi ustozlar yana qo'shimcha bitta narsa bo'lishi kerak. Bu aytganiga amal qiladigan ustoz bo'lishi kerak. Ya'ni tazkiyatun nafs bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha aytganidan ziyod amal qiladigan. Aytganidan ziyod amal qiladigan. Ko'proq amal qiladigan inson bo'lishi kerak. Ya'ni amal va qavli bir-biriga hamohang bo'lishi kerak. Ya'ni tazkiya bo'lishi kerak. Aks holda kutilgan natija bo'lmaydi. Domla, ota-ona solih bo'lmasa, farzand Xudoning fazli bilan solih bo'lib qolsa, ota-onaning orzulari bilan farzandni orzu maqsadlari va tamomila e'tiqodiy qarashlari boshqacha bo'lsa, shu itoatni chegarasi. Masalan, biz juda ko'p do'stlarimiz bilamiz, to'y qilish borasida yoki kasb tanlash borasida ota-onaning orzusi boshqa bo'ladi, farzandning orzusi boshqa bo'ladi. Farzandning orzusi haqiqiy haligi solihlikka tushadi, lekin ota-onaniki tushmaydi. O'sha vaqtida deylik, bir yigit uylanmoqchilik masalasida olaylik. Uylanmoqchi, to'yni ota-onaning moddiy imkoniyati bilan qiladi, o'zining imkoniyati yetmaydi. Yoshi o'tib ketyapti. Lekin to'yni meni standartlarimga mos tarzda qilasan deyapti. Atrofda ko'pda endi bunaqalar. Shunda farzand nima qilish kerak? O'zi topib kechroq bo'lsa ham uylanish kerakmi yoki o'sha standartga ko'nish kerakmi? Har bir narsaning chegarasi bor. Hattoki payg'ambarimiz alayhisalomga bo'lgan itoatning ham chegarasi bor. Ota-ona ham albatta itoat qilinadigan zot, lekin uni ham chegarasi bor. Ota-onaga itoat dunyoviy masalalarda itoat qilinadi. Aqidaviy, diniy masala bo'lmagan boralarda, xususlarda itoat qilinadi, ularga hurmat itoat qilinadi emas, hatto hurmat qilinadi. Ularga yaxshilik qilinadi. Qilinishi joiz emas, vojib. Joiz emas, vojib. Ya'ni bizni qilayotgan ishlarimizni klassifikatsiya qilganimizda, sinf ya'ni taqsimlanganda, ya'ni shunaqa paydo bo'ladiki, ba'zi ishlar insoniylikdan kelib chiqayotgan ishlarimiz bor. Dinimiz, aqidamizning taqozosi ko'ra qilayotgan ishlarimiz bor. Hatto ulamolar payg'ambarimiz alayhisalomning ishlarini ham shunga ko'ra taqsimlaganlar bor. Masalan, payg'ambarimiz alayhisalom qilgan, lekin bu ishni nima uchun qilganlar? Payg'ambar o'laroq qilganmilar yoki inson o'laroq qilganmilar desa, bu masalada ixtilof bor. Hatto ulamolar o'rtasida bu payg'ambar alayhisalom haqida ham ixtilof bor hattoki masalan. Va bu ishni inson sifatida qilganlar. Ya'ni payg'ambar sifatida emas, ya'ni bu degan tashri'iy emas, ya'ni buni qilmagan odam gunohkor bo'ladi yoki bo'lmaydi degan gap aytib bo'lmaydi bu. Ya xohlasa qilsin, xohlamasa yo'q degan masalan. Masalan, payg'ambar alayhisalom xon taxtida o'tirib ovqatlanmaganlar masalan. Deyiladi rivoyatlar. Lekin bugun xon taxtida o'tirib ovqatlangan odam gunohkormi? Yo'q. Chunki deydi ulamolar, bu payg'ambarlikning taqozosi emas edi bu narsa. Shunga o'xshash ota-ona masalasida ham ota-onaning qilayotgan ishi qaralish kerak. Agar u diniy ma'nodagi o'sha talablari bo'lsa, bolaga qo'yayotgan talabi diniy ma'noda talab bo'lsa, unda itoat qilinmaydi. Bu umumiy ma'noda aytganmiz. Lekin diniy ma'nodagi, diniy motivdagi so'zlar yoki amallarni ham o'zini yana ichida kategoriyasi bor. Yani vojib, farz bo'lgani bor, vojib bo'lgani bor, ba'zan mustahab bo'lgani bor. Mustahab bo'lgani bo'lsa voz kechaverasiz. Otangiz talabi uchun, ota-onaning talabi uchun xo'p deysiz. Mustahab bo'lsa. Qaysi o'rinlarda bo'lishi mumkin? Kasb tanlash mustahabmi? Masalan, agar illo o'zingiz xohlagan kasb ham bor, otangiz aytgan kasb ham bor, unda ham bunaqangi bir masalan iqtisodiy tarafdan natija o'laroq katta zarar yo'q, diniy jihatdan zotan farqi yo'q. Masalan, u ham bu dehqon, bu traktorchi bo'ldi. Masalan, misol aytayapman. Uylanishda tanlashchi. Bu masalada
ota-onani irodasini agar ota-onani irodasi xohlagan talabini bajarishga o'zini sabr yetishini bilsa, unga itoat qilgani afzal. Lekin majbur emas. Yo'q, majbur emas. Ha. Ammo ya'ni bu yerda endi talab har xil bo'lishi mumkin. Yana aytyapman. Talabi bitta talabi insoniylik faktoridan kelib chiqqan talab bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu qiz menga yoqadi bolam, shunga uylanasan. Bu insoniy faktordan kelib chiqqan narsa. Ya'ni masalan bo'yi yoqdi bu qizni masalan yoki palonchini bolasi menga shuncha yoqdi. Ha. Bu insoniy faktor. Lekin ba'zi masala bor, bu aqidaga borib taqaladigan masala bor. Masalan, men uchun mana u fohishaga uylanasan, ochiq sochiq uylanasan, chunki bu aynan men aytgandek ko'chada bundoq qilib yuradi desa, u endi masala boshqa tarafga ko'chadi endi. Ammo biz aytayotgan insoniy faktor bo'ladigan. Shuning uchun har bir masalaga individual qarash kerak demoqchiman, har bir masalaga. Ya'ni bu o'zi bu yerdagi o'rtadagi tushunmovchi, ya'ni bu ya'ni ota-onani talabining asosi nimada? Kelib chiqish asosi nimada? Buni oldin yaxshi o'rganish kerak. Birdaniga ba'zilar chiqib turib, ota-ona aytgan qilmaslik kerak degan ham noto'g'ri. Ota-ona aytgan qilish kerak deganlar ham noto'g'ri. Ya'ni masalani oldin o'rganish kerak. Bu ota-onaning talabi nimadan kelib chiqyapti? Agar masalan, masalan to'g'ri ko'p o'zbekona ota-ona nima deydi? Men ham bolam orzu havas ko'rmoqchiman, palon qilmoqchiman. Bu mustahab amallar, ya'ni bu yoki muboh amallar deylik, muboh amal. Ya'ni bu harom amal emas. Chunki ya'ni masalan xotinni boy oiladan bo'lishligi harom degan joyi yo'q. Ya'ni boy oiladan bo'lmasin. Yoki bo'lsa ota-onani masalan kelinni yoki ayolni deylik nasabli joydan bo'lish farz yoki bu uni aksi uylansa harom bo'ladi degan narsa yo'q dinimizda. Tavsiya. Bu tavsiya. Ya'ni bu bo'lsa, ulamolar aytgan masalan limaliha va li jamaliha va li diniha, go'zallik uchun, dini uchun, nasabi uchun, pul uchun, din uchun. To'ralasi ham bitta ayolda bo'lsa qani edi? Puli ham bo'lsa xotinni, jamoli ham bo'lsa, hasabi ham bo'lsa, nasabi ham bo'lsa, dini ham bo'lsa, bu unaqasi qani edi? Unaqasi ma'lasab kam. Oltin chipta topibdi-da. Unaqalar yetib kelmaydi o'zi. Orzu. Demoqchimanki endi bu boshqa masala, lekin ota-onaning talabi agar shuni oldin o'rganish kerak. Ota-onaning talabi masalan deylik, boyaga aytganimda masalan, bu qo'shnimni qizi, men qo'shnimdan olaman yoki hamshahrimdan olaman. Bu masalada imkon bo'lsa, men shuning uchun aytayapman, agar siz o'sha ota-onangiz talabiga sabr bilan turib bera olish aqli desa, uni aytgani qilganingiz afzal. Lekin masala diniyga ko'chgandan keyin unga itoat qilinmaydi. Diniy ko'chgan paytda ota-onaning talabi gunoh bo'lsa, endi shu gunohni ham hozir aytyapman sizga. Ya'ni muboh yoki mustahab doirasidan u yoqqa o'tgan bo'lsa, unda itoat qilmasa bo'ladi, itoat qilinmaydi. O'sha aytganingiz ota-onani aytgan narsasi gunoh, bola demak itoat qilmayapti. Lekin shunda ham ota-onaga qo'pol muomala qilinmaydi. Imkon qadar uslubni to'g'ri tanlash kerak. Uslubda gap ko'p. Gapirayotgan gapingiz haq bo'lsa ham, lekin uslub noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri reaksiya beradi. Hatto ba'zan gapirayotgan gap noto'g'ri bo'lsa ham uslub to'g'ri tanlansa, odamga ba'zan ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni ichayotgan doridir, ammo uslubiga ko'ra ichilmasa, u dard bo'lishi mumkin. Masalan, tabib aytgan vaqt ichilmadi. aks ta'sir berdi. Yomon reaksiya berishi mumkin. Xuddi shunga o'xshash narsa. Biz doim aytamiz, hatto siz gapirayotgan narsa Qur'on bo'lishi mumkin, lekin Qur'onni sunnat uslubi bilan yetkazmasangiz, Qur'on ham insonga foyda bermasligi mumkin. Ana shuning uchun uslub muhim. Jumlalar to'g'ridir, sen to'g'ri bo'lsang, to'g'rilik topilmas, sen egri bo'lsang. Ya'ni ko'p aytamizki, masalan, ya'ni hamma olim bo'lishi mumkin emas. Ammo hamma odam bo'lishi kerak. Hamma olim bo'lish imkoniyati yo'q. Hamma odam bo'lishi kerak. Ya'ni sizni olimligingizni 1000 ta odamdan bitta ikkitasi biladi xolos, farqiga boradi. Ammo sizni axloqingizni farqiga hamma borishi mumkin. Shuning uchun insonda birinchi axloq go'zal bo'lishi kerak. Ya'ni biz faqat ilm deb ketyapmiz, aslida ilmdan oldin odob bo'lishi kerak. Biz kuni kecha naqlda Imom Malikning shogirdlari mashhur bir gapni aytganlar. Men Imom Malikning huzurida 20 yil yurdim, yonlarida yurdim. Soya bo'lib ergashdim. 18 yil adab o'rgandim, 2 yil ilm oldim deganlar. Agar bilganimda edi 20 yil ilm adab olgan bo'lardim deganlar. Bu degan agar adabing bo'lsa, uslubing go'zal bo'lsa, 2 yillik ilmi senga kifoya qiladi. Ammo senda adab bo'lmasa, axloq bo'lmasa, 20 yil ilm ol befoyda. Chunki adab va axloq muhim masala, ya'ni aytayapman, hamma farzandingiz olim bo'lish majburiyati yo'q. Ammo hamma farzandingizni odam qilib tarbiyalash majburiyatingiz bor. Bu odob, ya'ni odam bu odob deganidir. Odobli inson qilib tarbiyalash majburiyatimiz bor. Jamiyatlar orasida, dunyoda millatlar orasida olim ko'p chiqqan millatlar bor. Lekin odam bo'lmadilar.
Nega insonparvarlik yo'q, gumanizm yo'q, odamlarga yaxshilik, ravo ko'rish yo'q. Bu nima kerak bunaqa olim chiqishini ya'ni? Ya'ni inson ilm tom ma'noda insonni agar tarbiyalamasa, u nisbiy ma'noda foyda keltiradi xolos. Ilm avvalambor amalda ko'rsatilishi kerak. Ya'ni ilmdan murod insonlar ya'ni buni amalga tatbiq qilish kerak. Ya'ni yashash kerak oldin. Yashash kerak. Bugun yer yuzida Qur'on kecha 24 soat Qur'on tarqatadigan masalan kanallar bor, radio anaqalar bor, eshitishlar bor. Ya'ni insoniyat tarixida bunchalik ko'p Qur'on o'qilmagan menimcha. Qur'on bunchalik ko'p o'qilmagan. Bugungidek deysiz. Ha, lekin ta'sir yo'q oldingilarchalik. Nega? Chunki amal yo'q. Amal bo'lmagandan keyin, tamsil bo'lmagandan keyin u ilm ko'p narsaga olib bora olmaydi. Sahoba ikromlarda tamsil bor edi. Sahoba ikromlar qaysi diyorga borgan bo'lsa, mana biz diyorga kelgan paytda ham hattoki. Bizning xalq nimaga musulmon bo'ldi? Siz buni xolis yondashing. Sahobalar arab bo'lgan, ha? Tobiinlar ham arab bo'lgan misol uchun. Arab tilida gapirishgan. Yerli aholi, tub aholi hech qachon sizga 10-15 kunda arabchani o'rganib ola olmaydi. O'rgangan taqdirda ham Qur'onni tushunadigan darajada o'rgana olmaydi. Ular nimaga musulmon bo'ldi unda? Xulqdan, adabdan. Ha, ular ya'ni Qur'onni o'qib emas, Qur'onning axloqini tiriklarida ko'rib, tamsildan musulmon bo'ldilar. Tamsil bo'ladi, keyin ko'p narsa o'zgaradi. Masalan, siz bugun yer yuzida so'rang, masalan, Qur'on o'qib, yangi musulmon bo'lgan odamlardan so'rang, sen nechta odam Qur'onni o'qib musulmon bo'ldi? Va nechta odam hayoti davomida bir musulmon insonda ko'rgan go'zal axloqni ko'rib musulmon bo'ldi? Qur'onni o'qib musulmon bo'lgan odam juda kam. Ya'ni kitobini o'qib, kitob o'lar o'qigan. Lekin musulmonlarning axloqini, boshqasini ko'rib. Demoqchi, tamsil ko'proq ahamiyatli. Ya'ni biz olim bo'lishdan oldin odob beraylik, ya'ni. Odam bo'lsa keyin olimlik foyda beradi. Ya'ni aytayapman, bo'lmasa ko'ring, men aytayapman, olimlar ko'p chiqqan jamiyatlarda o'zlari qiynalyapti odamlar. Ya'ni odamiylik bo'lmagan jamiyatda ilm foyda bermaydi. Ya'ni buni bugungi kunda ham tahlil qilsangiz, xuddi shuni mana shu narsani shohidi bo'lasiz. Muammo shunda ya'ni. Nobel olgan olimlaringiz ko'pdir. Odamiylik Yo'q. degan dinni o'zi yo'sinadi. Yo'q. Ya'ni jamiyat qon qusyapti. Axloqsizlik. Ya'ni fizikada zo'r biladi, lekin oddiy ota-onaga qarash yo'q. Ya'ni astronomiyani zo'r biladi, osmonga masalan raket uchiradi, lekin yonidagi qo'shnisining holidan xabar olish yo'q. Ya'ni bu qanaqa ilm hisoblanadi? Bu ilm menimcha keragi yo'q ilm bu ilm. Ha, ammo ikkalasini jamlasa koshki edi. Qur'oni Karimda ham ba'zi oyatlarda birinchi tazkiya, ya'ni go'zal axloq, ma'naviyat ilm olishdan oldin turadi. Nega? Chunki ilm o'sha tazkiya bilan bo'lsa, keyin foydali narsaga aylanadi, bo'lmasa foydasiz bo'ladi. Fizika ham, ximiya ham. Masalan, fizik o'qiydi, faqat pul topish uchun o'qiydi. Ximik ham pul topish uchun o'qiydi, ammo hech qaysi bir jamiyatga foyda keltiradi deb qilmaydi. Ha, ba'zilar qiladi, men nazarda ular hobbi, ular foyda uchun ham qilmaydi. Ular endi haligi shaxs nima o'zini lazzatlantirish uchun qiladi. Ular endi hobbi. Masalan, ba'zilar bor, masalan, ba'zilar kalta yeb maza qiladi, ba'zilar hobbi, ular mustasno. Lekin umumiy ma'noda mana masalan dori ishlab chiqyapti, jamiyatga foyda bo'lsin deb ishlab chiqayotgani kam. Menimcha birinchi navbatda pulni qo'yadi menimcha. Birinchi o'ringa pulni qo'yadi, daromad qancha qilaman deb qo'yadi. Boshqa sohalar ham birinchi o'ringa daromadni qo'yadi. Birinchi o'ringa odamlarga foyda tegishi, balki ba'zi shiorlarda hozir yozishyapti-ku, daromad bizga muhim emas deydiganlar. Unaqalar kam. Yoki yolg'on shiorlar. Foydadan ko'ra halollik muhimdir degan narsalar. Marketing deysizmi? Ha, balkim bo'lsa yaxshidir. Lekin to'g'ri shior aslida, lekin koshki shunaqa bo'lsa edi ammo. Bu qiyin masala. Shuning uchun demoqchiman, boshida birinchi odam yetishtirish kerak demoqchiman men. Demak, ota-onaning vazifasi ilmdan oldin axloq berish. Albatta. Eng birinchi navbatda bolani axloqli qilish. Axloq bermasa, u olim bo'lsa, ertaga otasini bir tenga olmaydi. Va bu o'zini ham foydasiga. Butun insoniyat uchun foyda. U, ya'ni yo'qmi masalan, fanlar doktori, lekin ota-onasining holidan xabar olmaydi. Ya'ni qo'sha diplomlari bor. Lekin undan ko'ra ota-ona qaraganda nima deydi? Undan ko'ra bolamni o'qitmaganim yaxshi edi ekan deydi.
Undan ko'ra bolam masjidda cho'pon bo'lib, dehqon bo'lib yursa edi deydi. Topgan bitta qora nonni olib kelardidan ko'ra kepak nonni deydi. Unda o'sha yaxshi ota-onaga, chunki ota-ona tushunadi buni keyin. Chunki adab yo'q. Adab bo'lmagandan keyin fanlar doktor bo'lsa nima ahamiyati bor? Bo'lsa o'ziga foyda qildi. Ammo ota-onasiga, qavmi qarindoshga, insoniyatga nima foydasi tegdi uni? Bolani shunaqa o'stirdi-da ular. Ya'ni o'zi bolani oppoq qog'oz deydi, yozilmagan kitob deydi. Deylik bir dehqonga mengzaydigan bo'lsak, ota-onani yerga gulli o'rniga achitqi ekib, uni parvarishlab, o'zini noto'g'ri parvarishlab, katta qilib, keyin hozir aytdingiz-ku, ota-onalar ayrim bolalar ota-onalarini uryapti. Shu jihatda bar javobgarlik farzandning o'zida qoladi-da. Ikkalasi ham qoladi. Ikkalasida ham qoladi. Ha, siz aytgan holat ikkalasi ham bo'ladi. Ya'ni Chunki ekkaningni o'rding. Bola shariat bo'yicha ham gaplari va so'zlarining mas'uliyati bo'ladigan yoshda bo'lsa, ikkalasi ham gunohkor bo'ladi. Ammo aytayotgan gaplari shar'an inobatga olinmaydigan, xuddi masalan aqli zaif inson kabi e'tiborga olinmaydigan yoshda bo'lsa, unda faqat ota-ona o'zi aybdor bo'ladi xolos. Chunki masalan aytamiz, balog'atga yetgunga qadar bolani gap so'zlari umumiy ma'noda e'tiborga olinmaydi. Moddiy zararlari e'tiborga olinadi, fiqhiy kitoblarga ko'ra, ammo ma'naviy jinoyatlar e'tiborga olinmaydi. Dunyo qonunlarida ham shunaqa, masalan, balog'atga yetmagan odam bir kor hol qilgan bo'lsa, yetkazgan moddiy zararni to'lab berish kerak ota-onasi. Ammo lekin jismoniy zararga qasos olinmaydi unda. Masalan, qamalmayapti mana masalan. 14 yoshli bola odam o'ldirib qo'ysa, qamalmaydi. Nega? Chunki bola balog'atga yetmagan. Ammo biron mashinasini yoqib yuborsa, uni to'lab beradi ota-onasi. Dunyo qonuni, dinda ham shunaqa aslida. Dinimizda ham shunaqa. Shunga ko'ra, ya'ni bola ota-onasiga yaxshi muomala qilmagan bo'lsa, kichik yoshda bo'lsa, unda bolaga gunoh yo'q. Ammo katta yoshga, ya'ni balog'at yoshi yetgandan keyin deyman, unda bolaga ham gunoh bo'ladi. Garchi ota-ona uni shunaqa tarbiya qilgan bo'lsa ham. Nima uchun? Chunki bola balog'atga yetgandan keyin bolaning tarbiyasiga faqat ota-onagina mas'ul emas. O'zining ham mas'uliyati paydo bo'ladi. Endi o'zi ham bundoq atrofga qarash kerak, o'rganish kerak, izlanish kerak. Chunki endi o'zi oyoqda yuribdi, o'zi ko'chaga chiqyapti, o'zi o'ylanish kerak. Ha, ota-onam menga urishni o'rgatgan deb urib ketavermaydi-ku. Bola ham balog'atga yetgandan keyin o'zining ham xulosasi bor, o'zining ham mulohazasi bo'ladi-ku. Nimaga endi shu paytda ota-onaga zulm qilish nohaqligini mulohazat qilmayapti? Qilish kerak, u javob beradi. Ya'ni ba'zi farzandlar ham meni ota-onam shuni tarbiya qilgan, bundan qutulib keta olmaydi. Ikkita taraf ham aybdor bo'lar ekanda bu. Albatta aybdor bo'ladi. Albatta aybdor bo'ladi. Ya'ni masalan, balog'atga yetgan bolaga misol uchun aytayman, balog'atga yetgan bolaga ota-onasi uni o'ldirib ketdisi, bola o'ldirib kelgan bo'lsa, sud bolani qamaydimi? Ya'ni bola javobgar bo'lmaydimi? Javobgar bo'ladi. Otam o'rgatuvdi desa ham javobgar bo'ladi. Nega? Chunki balog'atga yetdi. Uni sen o'zingni mana bo'yin ustidagi narsa, kunday narsa nima deydi? Bu kallami deyo, qovoqmi deydi? Ya'ni inson faqat ota-onadangina olgan ilmi hayotga yetadi degan gap yo'q chiqadi. Inson o'zining fikri bor, o'zining aqli bor. Hali o'zining zakovati bor. Taban u javob beradi o'zi. Demak, ota-onani vazifasi o'zi eng tom ma'noda birinchi navbatda axloqni o'rgatib, mana u haq, mana u nohaq ajratishni o'rgatish ekanda, ha? Ya'ni o'zini ham haqqiga va boshqalarning ham haqqiga xiyonat qilmaslik. Ota-ona yo'naltirib qo'yadi. Shu standart. Hamma narsani bera olmaydi ota-ona. Yo'naltiradi ota. Ha. Uni o'rniga yashash emas, uni orzularida yashattirish emas. Yo'q, u narsa yo'q. Standart shu. Shu. Men shu joyda yana bitta narsani so'rab olay, ustoz. Oxirgisi? Ha. Hozir Yorqin aka mana aytdilar-ku, uylanish masalasidagi, masalan, shu buni xohlagan uylanish boshqa. Xullas, o'sha jarayonda uylanmoqchi bo'lgan yigit uylanishi uchun o'zi pul topishga harakat qilyapti. Ota-ona endi majburiyat emas yoki mas'ulligidan deylik, shuni qilaman desa, yigitga xullas aytilgan, o'zi topyapti, boshqa qilyapti. Lekin o'sha jarayonda yigit to o'sha pul ishlab topadigan vaziyatga kelguncha, ota-ona unga pulga munosabatni qanday o'rgatish kerak edi? Bu o'rindagi tarbiya yoki yo'naltirish qanaqa bo'ladi? Xullas, ota-ona qanday o'rgatadi unga pul topishni? Bu haqida o'zi Qur'oni Karimda oyat bor. Qani? Qur'oni Karimda Alloh taolo o'sha
Alloh taolo aytadiki, "Va atu amvalakum", ya'ni yetimlarga "Vatul yatama amvalahum" deydi Alloh. Yetimlarga mollarini beringlar degan. Sinab ko'ringlar deganda. Fabtalul yatama. Yetimlar sinab ko'ringlar deyapti Alloh taolo. Ya'ni hatto yetimmi, o'z bolangiz emas, hatto yetim bolani ham omonat sizda turibdi. Ya'ni odam o'lgan, bolasi yetim qoldi. Ya'ni siz yetimni molini omonat sizda turibdi. Omonat o'rab sizda turibdi. Bola balog'atga yetish, ya'ni pulli parqiga borish yetganda bolani sinang deyapti Alloh taolo. Ozgina pul berasiz. Masalan, 100 ming ber, bor, bolam bozordan nima olib kelchi? Yog' olib kel. Shakar olib kel deb jo'natasiz. Bola ko'rasiz, agar bola o'sha aytgan ishingizni bitkazib kela olsa, haqqini birov yedirib qo'ymasa, aldanib qolmayotgan bo'lsa, pulni bering deydi Alloh taolo. Bering molini o'ziga deydi Alloh taolo. Demak, yetim bola haqida Alloh aytayapti. Bu degani o'z bolangiz haqida bu oldindan trening qildiring. Ya'ni bolangiz sekin-sekin jo'nating masalan. Bitta non olib keling. O'rgating. Agar bolada iqtisodiy qobiliyat o'shda bilingan bo'lsa, demak buni tijoratchi qiling uni. Ya'ni aytganmi, boshda aytganmiz, hamma sohadan bir shingil bering, ya'ni bola qaysini tanlab, mana shunga o'zi intilish boshlaydi. Keyin o'shanga qilasiz bu narsani. Ya'ni halol doirasida albatta taban. Ya'ni bolani shunga o'rgatish kerak. Endi bola boyagi narsani bilmasa, safih bo'lsa, ya'ni aql past bo'lsa, esi past bo'lsa, foyda zarar bilmayapti, aldanib qolyapti. Unda boshqa masala endi. Unda bizni Hanafiy mazhabida 25 yoshdan keyin baribir berish kerak. Nega 25 yosh? Chunki 25 yoshgacha mana degan aqli esi past ham tajribalardan kelib chiqib ko'z ochilish kerak. 25 yoshdan keyin ham ko'z ochilmasa, pul mulni eplashni bilmasa, unda nima qilasiz endi? Pulni beravering deydi. Zarar ko'rsa ham o'ziga, foyda qilsa ham o'ziga. Chunki Hanafiy mazhabida insonning molidan ko'ra obro'si muqaddam turadi. Bir insonga bu pulni eplay olmaydi, pulni bermaslik uni obro'sini to'kish bo'ladi. Shuning uchun undan ko'ra obro'sini beravering. Mayli, puli ketsa ketsin, lekin obro'ligi bor, obro'si bor. Masalan, bu bola eplay olmaydi desangiz, unga og'ir botadi 25 ga kirgan bolaga ham. Mayli, o'zi topgan pulni mayli, endi nima qiladi? Endi qadar ilohiy. Ya'ni kimdir zarar qiladi bu tijoratda dunyoda. Ungacha o'rgatish kerak. Ungacha bolani berish. Aytganmiz, ya'ni bolaga mas'uliyat hissiyotini uyg'otish uchun bolada vaqti bolani kuchi yetadigan sohada ish o'rgataverish kerak. Ya'ni imkoniyat berish kerak bolaga. Ha, bor paypoyini o'zing kiy bolam. Xato qilishga ham. Ha, mayli xato qilsin, lekin o'rgatish kerak. Bolam, mana uni qil. Bor o'zing kiyib kel. Keyin landaurilganda ayblamaysiz. Bunda tajriba ham to'planadi. Shundoq. Qo'yib berish kerak deydi. Ya'ni Alloh taolo tajriba muddatida qilingan xato gunoh yozmayapti Alloh taolo. 12 yosh, balog'at yoshgacha. Yani Alloh yozmaganini siz qanaqa yozasiz? Bu degan tajriba muddati. U yerda odam o'zi fikrlar shakllanadi, fikri. Tajriba hosil bo'ladi. Masalan, kecha qo'lini bir tekis kuydirib olgan, endi ertasi tekizmaslikka harakat qiladi. Qaynoq choyga qo'lini uzatmaydi ertaga. Bola bor, sekin-sekin shakllanadi u narsa. Shunga o'xshash narsa. Tushunarli. Rahmat. Alloh salomat qilsin. Amin. Bugun Amin. Rahmat. Endi qo'ylab qo'yaylik endi bo'ldi. xayrlashamiz endi. Xo'p, qadrdonlar, bugun ustoz bilan solih farzandni, olim farzandni qanday tarbiyalash kerak degan savolni berdik-ku va go'zal xulosalar, go'zal boshqa javoblar taraflarga o'tib oldik. ketdik lekin. Shuni atrofida lekin umumiy holatda Zo'r bizga fikrlar yaxshi chiqdi lekin. xulosa bo'ldi, javoblar olindi xudo xohlasa va o'sha xulosalarning qaymog'i hikmatga ko'ra bir ota farzandiga berishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa nima edi? Bu go'zal axloq edi. Mana shu javobni bir go'zal namunasini oldik. Demak, ilmdan ko'ra odobni ko'proq berilsa, keyin undan keyin go'zal holatda mana ilm ham ergashib keladigan holat bo'ldi. Bugungi suhbatdan olgan xulosalaringizni, foydalaringizni izohlarga bemalol yozing, like bosing, qo'rqmasdan, chunki o'tgan safarlar mana suhbatlarda eshitdik. Agar suhbat yoqqan bo'lsa, like bosib, qadrdonlarga, yaqinlarga ulashing va biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Fikr mulohazalar bo'lsa, savollar bo'lsa bemalol yozing. Keyingi suhbatlarda inshaalloh yana batafsil mavzuga kiramiz. Ishtirok uchun rahmat. Alloh salomat qilsin. Salomat bo'ling. Alloh panoh.